agar siz bolangizni ertaga Rossiyaga eksport qilmoqchi bo'lsangiz, unda yevropacha ruhga ega bo'lgan, rusiy zabonda ko'proq o'qiydigan, voyaga yetmagan bolaga, ayniqsa 16 yoshgacha bo'lgan bolaga qo'liga smartfonni mustaqil berib qo'yish, bu bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Davlat maktablari bu ommaviy ta'lim. So'nggi texnologiyalardan foydalanish kerak. Ularni diktovka qilib ushlab turib bo'lmaydi. Ya'ni bu mutlaqo boshqacha modellar. O'zbekistonda nima bo'ladi? Ha, O'zbekistonda tafovut bo'ladi. Buni albatta oliy ta'lim muassasalaridagi eng katta kamchiliklardan bittasi deb bilsa bo'ladi. Kirib bo'lgandan keyin, mehnat shartnomaga imzo qo'ygandan keyin uni o'zgartirishni talab qilishga sani haqqing yo'q. Bizani hayot davomida hali ko'rmaymiz bu narsani. Davlat ta'limi bilan bir xil standartlarga javob berish ta'minlanar ekan. Puli bor bilan puli yo'qning o'rtasida tafovut bo'ladi. Puli bor, xususiy maktablarda o'qitishi mumkin bo'lgan odamlarning bolalarini bilim darajasi bilan u odam nimaga o'zini davlatida dars bermasdan turib shu O'zbekistonga kelib dars berayotganini o'ylashingiz mumkin, arzon pulga. O'sha mehr kerak albatta farzandiga. U mehrni olmasa u farzandi komil bo'la olmaydi. Bitta bo'lagi bo'lmaydi. Kadr saralash tizimini ta'limga kelayotgan odamlarga nisbatan boshqa tizimlarga nisbatan 10 karra qattiq bo'lish kerak. Ekranlaringizda ko'rinib turgan karta raqamlariga ixtiyoriy ravishda istalgan summani o'tkazing va loyihamiz rivojiga hissa qo'shing. Bu summalar texnik holatimizni yaxshilash, ko'rsatuvlarimiz davomiyligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Siz bizni yanada yaxshiroq holatga keltirishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ishonch loyihasining bu galgi sonida ta'lim haqida yana suhbat olib boramiz. Bu galgi mehmonimiz Bahodir G'aniyev, ta'lim bo'yicha ekspert. Assalomu alaykum Bahodir aka, xush kelibsiz suhbatimizga. Bugungi suhbatimiz asosan ta'lim haqida bo'ladi. Bilamizki, sizda xususiy maktabingiz bor, shaxsiy brend. Biz asosiy mavzuni shaxsiy maktablar, ya'ni xususiy maktablar va davlat maktablari orasidagi tafovut haqida suhbatlashamiz. Sizga beriladigan birinchi savol bu. Bugungi kunda oliy ta'lim berayotgan bilim va mehnat bozori talab qilayotgan bilimlar o'rtasida uzilish bor. Ya'ni ishchilar boshqa narsani xohlayapti. Universitetda bitirgan talabalar boshqacha bilimga ega. Buni yechimi nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum assalom. Taklif qilganingizga rahmat. Juda qiziq savol. Bu tafovut ilgari ham bo'lgan. Bugun paydo bo'lgan tafovut emas. Eng qizig'i nafaqat O'zbekistonda, balki ko'plab davlatlardagi muammolardan bittasi. Oliy ta'lim ko'p davlatlarda rivojlanishi orqasida ergashadi. Lekin rivojlangan davlatlarda oliy ta'limga katta e'tibor beriladigan, katta mablag' ajratiladigan davlatlarda aksi. Oliy ta'lim sanoatdan umuman aytaylik, ishlab chiqarish bo'ladimi, xizmat ko'rsatish bo'ladimi, yarim qadam oldinda yuradi. Ya'ni o'ziga xos yangiliklarni, yangi kashfiyotlarni, innovatsion laboratoriyasi funksiyasini bajaradi. Bu juda katta mablag' talab qiladi. Bu modelda oliy ta'lim muassasalari hukumatdan ilmiy izlanishlarga 100 milliardlab dollar, masalan, AQShda, Yevropada mablag' oladi. Bular yetakchi hisoblanadi. Rivojlanishda, innovatsiyada, yangilikda, fanni amaliyotga tatbiq qilishda yetakchi hisoblanadi. Bizdagi aytaylik, O'zbekistondagi ya'ni rivojlanish darajasidagi davlatda bunaqa katta mablag'ni oliy ta'lim muassasalariga ajratish imkoniyati juda ko'p emas. O'shanga bizda oliy ta'lim yetakchi bo'la olmayapti. Endi yetakchi bo'lmaganga yarasha oliy ta'limdagi berilayotgan bilim bilan amaliyotni o'rtasidagi farq ham katta bo'lishi kerak emas. Ya'ni amaliyot ozgina oldinda bo'lgan taqdirda ham, masalan, oliy ta'lim muassasalari amaldagi o'sha bitiruvchilar o'sha kasbga kirganda bemalol birinchi kundan vazifalarni bajara oladigan darajada chiqarish kerak. Bu shubhasiz. Buni juda ham yaxshi eplolmayapmiz. Sababi o'sha moliyalashtirish yetarli bo'lmagandan keyin, o'qituvchilarni ko'p davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning malakasi yetarli darajada bo'lmagandan keyin, oddiy misol qilib olamiz, shunaqa o'qituvchilarimizni, ya'ni
oliy ta'limdagi davlat oliy ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilarning massasi, ko'pchiligi bu sohada amaliyotda deyarli ishlamagan yoki ko'p ishlamagan odamlar. Bular institut o'qigan, institut bitirgan, magistraturasini qilgan, doktoranturasini qilgan, dotsent bo'lgan, professor bo'lgan odamlar. Endi sohada ko'p ishlamagan odam sohadagi amaliyotni juda ham yaxshi ichidan bilmasligi tabiiy hol. O'shani hisobiga ularni qo'lida o'qigan talabalar ham aksariyati ishga borgandan keyin birinchi kundan boshlab bunaqa yaxshi ishlab keta olmaydi. Ko'p narsani o'rganishiga to'g'ri keladi. Ikkinchi sababi davlat ta'lim muassasalarida, davlat oliy ta'lim muassasalarida kurikulum deydi, ya'ni o'quv dasturi unaqa har yili yangilanmaydi. Ya'ni aksariyat o'quv dasturlar, aksariyat kitoblar, aksariyat baza, ilmiy baza kitoblar bazasi bu oxirgi 1-2-3 yil ichida jahonda chiqib o'zbek tiliga tarjima qilingan o'sha sohalarni eng ilg'or tajribalari ko'rsatilgan kitoblar emas, ming afsus. Ayrim sohalarda biz ko'ramiz, bolalar o'qiyotganda 30 yil oldingi hali u sovet davridan qolib ketgan tekstbuklardan, darsliklardan foydalanadi yoki shu davrda yozilgan kitoblardan foydalanadi. Buni albatta oliy ta'lim muassasalaridagi eng katta kamchiliklardan bittasi deb bilsa bo'ladi. Ayniqsa o'zbek tilida. Ayniqsa o'zbek tilida. Ya'ni sohaviy tarjima maktabi bizda yo'q. Nafaqat sohaviy, biz ko'p gapiramiz. Bizda umuman tarjima maktabi yo'q. Badiiy adabiyotlar ham yangi, zamonaviy badiiy adabiyotlar, ya'ni nafaqat klassikka ham o'zbek tiliga tarjima qilinmagan massasi katta. Zamonaviy badiiy adabiyot umuman tarjimasi juda kam. Minglab badiiy adabiyot chiqsa, ulardan bitta ikkitasi tarjima qilinib qolinadi. Minglab populyar, minglab dunyoga tarqalganlar nazarda tutaman. U 100 minglab chiqadigan hamma badiiy adabiyot nazarda tutmayman. Ilmiy adabiyot ham xuddi shu ahvolda. Minglab yangiliklar paydo bo'ladi har bir sohada, har yili. O'zbek tiliga bittasi ham tarjima bo'lmaydi. Juda bo'lmasa ingliz tilida gaplashadigan, ingliz tilini biladigan o'qituvchilar o'zi manbalardan olgan, internetdan o'qigan, maqolalardan o'qigan ma'lumotlarini dasturiga kiritadi. Bilmaydiganlari kirita olmaydi. Biladigan, bilmaydiganlarni ajratadigan bo'lsa, ingliz tili oddiy narsa bu. Ingliz tilini biladigan oliy ta'lim, davlat oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchilarini proporsiyasini oladigan bo'lsak, meni ishonchim komil 10-15% dan oshmaydi. Bu degani 75-80-85% o'qituvchilar o'zbek tilida yoki rus tilida mavjud bo'lgan eskiroq materiallardan foydalanib dars berishi bu tabiiy holat. Shu o'rinda bitta savol paydo bo'ladi. Yoshi katta ustozlar, professor va o'qituvchilar ancha yillik tajribaga ega, lekin talabalarga darslarni to'g'ri yetkazib bera olmaydi. Ya'ni ular eskicha tizimda qolgan talabalar, hozir Z avlod, so'nggi texnologiyalardan foydalanish kerak, ularni diktovka qilib ushlab turib bo'lmaydi. Bunaqa holatlarda yosh o'qituvchilarga imkoniyat berish kerak emasmi? Chunki dars berish uchun u PhD'ni yoqlagan bo'lishi kerak, o'zini statusiga ega bo'lishi kerak. Lekin statusga ega ustozlar yosh talabalarga to'g'ri kelmayapti. Bu yoqda yechim nimada deb o'ylaysiz? Bu fikringizga unchalik qo'shilmayman. Sababi agar dunyoning eng yetakchi oliy ta'lim muassasalariga borsangiz ham, Cambridgega borsangiz, Oxfordga, endi men borib aylanib ko'rganman, o'qiganman, Yale universitetida o'qiganman. Yale'ga borsangiz, Harvardga borsangiz, aksariyat professor o'qituvchilar yoshi juda ham katta. Aksariyati juda ham katta. U yerda kecha oliy ta'lim muassasasini bitirgan yosh o'qituvchini ko'rmaysiz. Aksariyat professor o'qituvchilar 50 dan oshgan. Aksariyati 70-80 yoshgacha dars berishadi. 70-80 yoshgacha dars berishadi. Masala ularning yoshida emas. Ular yoshlardan ko'ra malakaliroq. U oliy ta'lim muassasalarida to'g'ri muhit yaratilgan. Professor o'qituvchilarni o'zini ustida ishlash uchun. Ular doim konferensiyalarda ishtirok etadi. Doim maqolalar yozadi. Doim o'zini sohasi bo'yicha boshqa olimlar bilan aloqada bo'ladi. Muhokama qiladi ko'p masalalarni. Zamonaviy ilmiy izlanishlarga aynan o'sha 60-70-80 yashar professorlar, olimlar boshchilik qiladi. Va bular yil sayin nima yangilik chiqsa, aytaylik, oddiy elektron aytaylik uskunalardan foydalanish ular uchun muammo emas.
ya'ni voy man yoshim 80 ga chiqdi, man endi shu yangi turdagi elektron doskadan foydalanishni o'rganishim kerakmikin demaydi. Kerak bo'lsa shu yosh o'qituvchi bilan birga yonma-yon turib har qanday yangi, endi professor olim darajasiga chiqqan odam uchun qanaqadir bitta yangi uskunadan foydalanishni o'rganish asli juda qiyin emas. Chunki u juda ham malakali, ilmli odam. Bu muammo u muassasalarda yo'q. Lekin har bitta professor atrofida ko'plab 2 ta, 3 ta, 5 ta professor saviyasiga va u olib borayotgan, yetakchilik qilayotgan ilmiy izlanishlarga qarab xorijiy oliy ta'lim muassasalarida professorlar albatta ilmiy izlanishlarga yetakchilik qiladi. Ya'ni shunchaki faqat dars berib yurmaydi. Albatta qanaqadir ilmiy izlanishlarga universitet ajratgan pul hisobiga, davlat granti ajratilgan pul hisobiga yetakchilik qiladi. Bular atrofida o'sha ilmiy izlanishni qilishga yordam berish uchun yordamchi o'qituvchilar ishga olinadi. Bu yordamchi o'qituvchilar teaching assistantlar, endi assistantship deydi, assistant of professor, teacher assistant deydi, boshqa deydi. Bular ko'pincha PhD yoki magistraturada o'qiyotgan yoshroq o'quvchilar bo'ladi. Yani PhD da 35-40 yoshgacha, magistraturada ko'pincha 30 yoshli, 25 dan 35 yoshgacha atrofida bo'lgan yoshlar bo'ladi. Ular o'sha professorga dars berish jarayonida ham yordam beradi. Qanaqa qilib? Professor leksiyasini bersa, seminarlarni o'sha yosh o'qituvchilar o'tkazadi. Ya'ni bular juda ham bir qiziq model ishlaydi-da. Birinchidan ustoz shogird shakllanadi. Ikkinchidan talabalar nafaqat yosh katta tajribali, bir anaqa bir nima deydi, konservativ professordan tashqari seminarlarda uni yosh shogirdi bilan bevosita muloqot qilishadi. Ayrim savollarni professordan so'ra olmasa, yosh shogirdidan bemalol xohlagan savolini so'rab, xohlagan materialni olishi mumkin. Ya'ni bu yerda juda bir qiziq mana shunaqa mix blend ishlatiladi. Bizda ham buni qo'llash mumkin. Men bilaman, ayrim universitetlarda shunaqa katta professorlarni oldida bizda endi o'qituvchi yordamchisi degan narsani men eshitmaganman, lekin yosh o'qituvchilarni ustoz shogird qilib biriktirishgan holatni ko'rganman. Professor leksiyalarni o'qib, seminarlarni yoshroq o'qituvchilar o'tkazishni uni ham ko'rganman. Ya'ni shunga o'xshash bir tizimni joriy qilish aslida muammo emas va bu o'sha siz aytgan masalaga yechim bo'lishi mumkin. Lekin yoshroqlarga o'rin bersin degan bu akademiyaga, ya'ni akademiya deganim, akademiya deb ilmiy qatlam etiladi. Ilmiy qatlamga mos narsa emas. Chunki bizni tushunishimiz kerak, oliy ta'lim muassasalarining yo'nalishlari bor. Albatta SMM yo'nalishida kimnidir o'qitmoqchi bo'lsangiz, u ko'proq yoshlar o'qitadi uni. Chunki u yangi sohalardan bittasi. Lekin siz fundamental yo'nalishlarni oladigan bo'lsangiz, matematikani, fizikani, kimyoni oladigan bo'lsangiz, biologiyani oladigan bo'lsangiz, meditsinani oladigan bo'lsangiz, u yerda darg'alar yosh katta bo'ladi. U yerda yosh 25 yashar yosh aytaylik izlanuvchi kelib turib, 50, 60, 70 yashar 40-50 yildan beri shu fundamental fan bilan shug'ullanayotgan olimdan ko'ra kuchliroq bo'lishi nihoyatda qiyin. Nihoyatda qiyin. O'shaning uchun almashtirish kerakmikan, yoshroq bo'lish kerakmikan degan fikrga men to'liq qo'shilmayman. Yoshlarni ko'paytirish kerakmi? Albatta. Albatta. Lekin hamma narsa bu yerda malakaga bog'liq bo'lishi kerak, yoshga emas. Yoshlarga yo'l ber deb turib, malakali, yosh katta bir mutaxassislarni har qanday sohadan chiqarib yuborishga men qarshiman. O'zbekiston talabalari xalqaro talablarga qanchalik javob beradi va biz bu darajaga yetishimiz uchun, xalqaro standartlarga yetishimiz uchun qanaqa yo'llarni bosib o'tishimiz kerak? Oliy ta'lim muassasalarini nazarda tutyapsiz yana. Bu juda qiziq savol va buni sohalarga bo'lib qaraganda javobi bir xil emas. Javobi bir xil emas. Ayrim sohalarda javob beradi. Ayrim sohalarda javob bermaydi, ayrim sohalarda umuman javob bermaydi desa bo'ladi. Masalan, agar va oliy ta'lim muassasasidan oliy ta'lim muassasalarining o'rtasida ham aytishingiz mumkin. Mana men bu oliy ta'lim muassasasida fundamental fandigilar teng keladi. Zamonaviy kasblarda birontasi teng kelmaydi. Birontasi teng kelmaydi. Har qanday oliy ta'lim muassasasini olsak, zamonaviy, eng zamonaviy fanlarni ayniqsa oladigan bo'lsak, umuman teng kelmaydi. Aytaylik, oddiy misol, bizada mexanika fakultetlarida, injener, muhandislik kasblarida o'qiyotgan talabalar yaqiniga bormaydi. Sababi faqatgina bulardagi xohish yo'qligida yoki ustozlarning juda malakasizligida emas.
u sohalarda ilg'or bo'lish uchun, u sohalarni mukammal egallash uchun juda murakkab laboratoriya uskunalar ham kerak. Ya'ni u infratuzilma yo'q. Aytaylik, O'zbekistonda aviatsiya injenerligi degan yo'nalish yo'q hozir bugungi kunda. Ilgari aviatsion institut bo'lgan, u ham yo'q bo'ldi. Lekin Turin universitetida aviatsiya injenerligi degan yo'nalish bor. Lekin ularda aviatsiya injenerini tayyorlashga uskunalar yo'q. Aviatsiya injeneri deb diplom bera olmaydi. Lekin qabul qiladi. Qanday qabul qiladi? Qabul qilgandan keyin 3-kursni bitirgandan keyin 4-kursga mana marhamat Italiyaga bora olasang, borgin deydi. O'sha yerda aviatsiya injeneri bo'lib qaytib kelasan deydi. Misolda, ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, fundamental fanlarda ham yengilroq, ya'ni sohalarda unchalik emas. Ayrim sohalarda, masalan, bank, moliya sohasida yaqinroq, muhandislik yo'nalishlarida, aytaylik, tilshunoslik yo'nalishlarida, iqtisodiyot sohalarida, zamonaviy qandaydir bir tashkilot boshqaruviga oid sohalarida ancha uzoq. Tushunarli, lekin dunyoda top 100 talik, 1000 talik ro'yxatda O'zbekiston universitetlari yo'q. Standartlarga javob bermasligini ko'rsatadi. O'shanga men aytyapman, matematika fundamental fanda to'g'ri keladi, lekin ayrim sohalarda umuman to'g'ri kelmaydi. Zamonaviy kasblar to'g'ri kelmaydi. Meditsinada ham to'g'ri kelmaydi. Meditsinada ancha orqada qolib ketganmiz zamonaviy meditsinadan. Endi reytinglarga ham shubha bilan qarash kerak. Asosan biza tayanadigan hammani og'zidagi ikkita reyting bor. Times Higher Education bor, keyin QS reytingi bor. Shu ikkita reytingga qarab biza dunyoni top 1000 talikim, 100 talikim, 10 talikim, 50 talikimligini bilamiz. Reytingga ichidagi men u reytingda har yili qatnashaman. Sababi men bitirgan Angliyadagi, Amerikadagi universitetlar menga vопросник savolnoma jo'natishadi. Universitetlar emas, reytingoviy agentstvolar jo'natadi. Shu men o'qigan universitetlarni qanaqa baholaysiz deb. U savolnomalarni men ko'rganman. Men to'ldirib beraman. U savolnomalarda lavozimdan lavozimga o'tishingiz qanaqa bo'lgan, maoshingiz qanaqa, boshida qanaqa bo'lgan, hozir qanaqa, perspektivangiz qanaqa degan savollari bor-da, masalan. Reyting tizimlari baholashiga qaraydigan bo'lsangiz, uni juda ko'p ko'rsatkichlardan iborat. Ayrim universitetlar reyting uchun ishlaydi. Ya'ni reyting uchun ishlaydi degani shu reytingni ko'tarish uchun qattiq harakat qiladi. Harakat qilib o'sha reytinglarga mintaligiga kirib oladi. Masalan, mintalik reyting qaraydigan bo'lsak, bizning yaxshi universitetlardan yuqori saviyada bo'lmagan ayrim universitetlarni ham topsak bo'ladi, bir 700-chi, 800-chi darajada. Ular nima bilan kirgan? Ular shu ko'rsatkichlarni bilib olgan, o'sha ko'rsatkichlar qaysi ta'sir qiluvchi ko'rsatkich bo'lsa, shu ko'rsatkichga urg'u berib, o'shani oshirishga harakat qilgan. Oddiy misol, aytaylik, qancha ko'p maqola tan olingan ilmiy jurnallardan aytaylik bosilishi ko'rsatkichlardan bittasi. U ko'rsatkichga erishish yo'llaridan bittasi bu birinchidan o'zini o'qituvchilariga ustanovka beradi, ya'ni talab qo'yadi. Sen albatta har yili 2 ta, 3 ta, 4 ta maqola mana shu o'zing sohangda tan olingan jurnalda bosishing kerak. Kerak emas, bosishing kerak. Ikkinchisi, juda ko'p ilmiy maqolasi bor va har yili bosadigan professorlarni qanaqadir yollab qo'yadi. Ya'ni to'liq stavkaga kelib ertalabki kechgacha dars bermasa ham shu professor shtatiga kiritib, o'shalarga qanaqadir dars berib, shu ko'rsatkichga ta'sir qilishga harakat qiladi. Ya'ni ko'rsatkichlardan bittasi, bitiruvchilar masalan 6 oy ichida qancha foiz ish topa oldi. Buni ham aldasa bo'ladigan ko'rsatkich. Agar siz O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasi bo'lsangiz, yoki Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasasi bo'lsangiz, agar tepadan buyruq berilsa shu reytingga kirsin deb, buni ham aldasa bo'ladi. Aytmoqchimanki, reytinglar aniq shu mana reytingga qarab, Times Higher bilan, Education bilan QS ga qarab turib, aniq shu dunyodagi eng zo'r kuchli 1000 ta mana shu ro'yxat va mana shu ketma-ketlik deb bo'lmaydi. Bu birinchi narsa. Juda ko'p universitetlar bor, reytinglarga umuman e'tibor unaqa qaratmaydi. AQShda, Yevropada ular reytingda o'zi shundoq ham chiqib qoladi, 900-chi, 1200-chi bo'ladi. Lekin aslida ulardan yuqoriroq reytingda bo'lgan universitetlardan ancha kuchliroq bo'lib chiqib keladi, agar tahlil qiladigan bo'lsangiz. O'zbekiston universitetlarini gapiradigan bo'lsak, agar haqqoniy reytinglarga kirmoqchi bo'lsa, bu hali ancha katta yo'l bosib o'tishligi kerak.
haqqoniy, ya'ni ko'rsatkichlarni ketidan yugurmasdan o'zini sifati bilan kirmoqchi bo'lsa, ancha yo'l yurish kerak. Ancha mablag' sarflash kerak va juda katta reytinglarni baholashda bu ilmiy yo'nalish, universitetlar tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar va o'sha ilmiy tadqiqotlarni dunyoda tan olinish. Bu yo'nalishga millionlab, 10 millionlab, 100 millionlab dollar sarflanadigan yo'nalish. Agar qaysidir universitetda biz ko'tarmoqchi, haqqoniy ko'tarmoqchi bo'lsak, shu pul va o'sha puldan to'g'ri foydalana oladigan yetarli saviyaga ega olimlar kerak. Unaqa bo'lmasidan bu reytingga biz kira olmaymiz. Hatto ta'lim jarayoni yomon emas darajaga ko'tarilgan taqdirda. Tushunarli, universitetlar mustaqil byudjetlarni boshqaradi, ko'pchiligi. Ular faqat byudjetdan pulini ko'paytirishni emas, chuqur ilmiy tadqiqotlarga moliya ajratish kerak demoqchiman. Avvalo shunaqa, lekin dunyo tajribasini aytaman men. Dunyo tajribasida ham universitetlar o'zini pulidan ajratmaydi, unga davlat beradi. Davlat grant beradi. Oddiy misol, Yevropa, Amerika universitetlarini oladigan bo'lsak, bular 100 million dollarlab grantli yutib oladi davlatdan ilmiy tadqiqotga. Davlat zakaz beradi. Bular zakazni yutib oladi. Oddiy mana oxirgi yili borgan, yozda borib, men maktab o'quvchilarimni 2 haftalik malaka oshirishga olib bordim Luiziana universitetiga. Oddiy misol, Luiziana universiteti unaqa ja reytingda vaqt emas, mingtalikning ichida top hisoblanmaydi. Dunyoda odamlar unaqa Luiziana universiteti desa tanimaydi. Lekin o'sha universitet ham har yili davlatdan ilmiy izlanishga 100 million dollardan ziyod mablag' oladi. Bitta universitet, Amerikadagi yuzlab universitetlardan bittasi 100 million dollardan ziyod mablag' oladi. Uskunalarni gapiradigan bo'lsak, oddiy masalan neft-gaz sohasiga ixtisoslashgan fakultetini dunyodagi eng ilg'orlardan hisoblangan skvajinani qazish uskunasi turadi u yerda, avtomatlashtirilgan. U skvajinani qarish uskunasini o'zi 130 million dollarga xarid qilingan universitet tomonidan. Masalan, endi bu darajada imkoniyatga ega bo'lgandan keyin albatta bular eng zamonaviy ta'limni, eng murakkab sohalarda eng kuchli bilimni berish imkoniyatiga ega. Bizani universitetlar u darajaga chiqish uchun avvalo mehnat qilish kerak, ustozlarning malakasini oshirish nuqtai nazaridan. Ikkinchidan, baribir oliy ta'limni yuksalishiga davlatning yordami juda muhim. Agar shu darajaga olib chiqaman degan niyat bo'lsa. O'qituvchilarni qayta tayyorlash bo'yicha hozir o'qituvchilar toifalarni olmasa maktabda asosan ular oylik maoshi past bo'ladi yoki umuman ishga qabul qilinmasliklari mumkin. Bu faqat hujjat uchun ishlayaptimi yoki amalda ham siz o'zgarishlar sezyapsizmi toifa olgan yoki sertifikatga ega bo'lgan ustozlar orasida? Juda yaxshi savol. O'zi toifa xususiy maktablar uchun biz qaramaymiz toifasiga. Xususiy maktablar toifaga qarab ishga olmaydi. Toifasi bo'lsa a'lo. Bo'lmasa ham bizga unaqa katta farqi yo'q. Malakasi yetarli bo'lsa bo'ldi. Aniq bilish kerakki, toifa degani malaka degani emas hali. Bu bir. Davlat tizimidagi toifa berilishi bu to'g'ri tizim. To'g'ri tizimki, siz 500 ming odam ishlaydigan, 500 ming inson, oliy ma'lumotli inson ishlaydigan tizimda kimlarni qanaqa rag'batlantirishi va u rag'batlantirish subyektiv bo'lmasligi, obyektiv bo'lishini ta'minlashingiz kerak. Toifa tizimi bo'lishi to'g'ri. Toifa olish juda oson bo'lmasligi ham to'g'ri aslida. Toifa olish uchun mehnat qilinishi kerakligi, ma'lum bir staj talab qilinishi, ma'lum bir yangi bilimlar olinishi kerakligi ham aslida to'g'ri. Masala unda emas. Masala o'sha toifa olish mexanizmi, imtihondan o'tkazish mexanizmi qanaqa bo'lishida. Shu mexanizm qanchalik shaffof, qanchalik haqiqatga yaqin, qanchalik o'sha o'qituvchini aynan zarur bilimlarini aniqlay bera oladigan bo'lsa, unda zo'r. Qanchalik bundan uzoq bo'lsa, unda bu korrupsiyani olib chiqib keladi, adolatsizlikni olib chiqib keladi va hokazo. Hammamiz insonmiz, ideal yo'q. Insonlarning ichida yashayapmiz, hammamiz xato qilamiz. Shu toifa masalasida toifa tizimiga imtihonni, savollarni tayyorlaydiganlarning ichida ham xato qiladiganlar ko'p. U imtihonlarni topshiradiganlar ichida ham xato qiladiganlar ko'p.
O'shaning uchun biz oxirgi oylarda, oxirgi yillarda ko'p shu masalada noroziliklarni eshityapmiz o'qituvchilar tomonidan. Juda ko'p. Lekin men aniq bitta narsani bilaman. Agar toifa tizimini o'zini oladigan bo'lsak, mana ko'p ingliz tili o'qituvchilar norozi bo'lganini eshitdik oxirgi 1 yil ichida. Ingliz tilidan toifa ola olmasa nima bo'ladi yoki ingliz tilidan deylik ma'lum bir darajaga chiqa olmasa nima bo'ladi. Ingliz tili o'zi juda yengil fanlardan bittasi. Aslida olib qarasa, juda murakkab bo'lmagan fanlardan bittasi. Ozgina mehnat va ozgina xotirani talab qiladigan fanlardan bittasi. Lekin davlat maktablarida umr davomida ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlagan odamlar borib C1, C2 ni ola olmasligi aslida sıfırdan masalan IELTS'dan kirib oddiy 7 ballini olib chiqa olmasligi butun bir ingliz tilida dars bergan odam bu aslida nimani ko'rsatadi? Bu shu insonlarning o'zining ishiga munosabatini ko'rsatadi. To'g'ri, ular oylik kam olgan, to'g'ri ular yetarli darajada rag'batlantirilmagan va hokazo. Lekin uni kasbi shu-ku. O'zingni kasbingni bilmasang, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ingliz tilida gaplasha olmasang, unda sen yana nimani talab qilishing mumkin degan savol ham bor-da. O'shaning uchun toifa olish tizimini mavjud bo'lishini tarafdoriman, kuchaytirilishini tarafdoriman, imtihonlar haqqoniy bo'lishini tarafdoriman, kerak bo'lsa murakkab bo'lishini ham tarafdoriman. Buni hamma ham oliy toifa bo'la olmasligi kerak xalq ta'limi tizimida. Hamma ham bitta imtihonni topshirib ketmasligi kerak, chunki oliy toifa 30%, 50% nadbavkalarga olib keladi. Bu ustamalar to'lanadi. Bu ustamalar kichkina pul emas. Yildan yilga oyliklar sekin-sekin oshgan sari davlat maktablarida ham oyliklar to'g'ri hali va'da qilingan $1000 chiqqani yo'q-ku, lekin 5 million, 6 million, 7 million davlat maktabida o'qiyotgan o'qituvchilarimiz bugungi kunda talaygina. Bitta suhbatingizda $1000 oylik to'laganimiz bilan ta'lim sifati o'zgarmasligi mumkin degandingiz. Bunda o'qituvchini malakasini oshirish kerak. Buni batafsilroq tushuntirib bera olasizmi? Qanaqa tizimni yo'lga qo'yish mumkin bu yo'nalishni? Endi buni butun boshli Xalq ta'limi vazirligi 500 mingta o'qituvchisi bilan bir necha mingta boshqaruv apparati bilan qilolmayotgan narsani men mana bundoq qilib yuborardim deyishim aslida o'zi ozgina nima deydi, maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Menda faqat bir nechta fikr va tushuncha bor shu borada. Ya'ni oylikni yoppasiga hammanikini oshirishga byudjetda ham mablag' yo'q, qila olmaydi ham. Xolasa ham bu yil, keyingi yil, undan keyingi yil buni ilojisi yo'q, imkonsiz. Qilish mumkin bo'lgan narsa avvalo xalqaro standart darajasiga bilimini olib chiqish kerak o'qituvchilarni. Olib chiqish kerak deganim hammani yoppasiga 500 mingta o'qituvchini olib chiqa olmaydi. Erkin sertifikatsiya kiritib qo'yish kerak. Xuddi mana aytaylik ingliz tilida bemalol xohlagan o'qituvchi borib IELTS topshirib, masalan 8 ball, 8,5 ball olishi mumkin, xolasa agar. O'shani davlatga ko'rsatsa ustama oladi. Yoki sıfırdan C1 olib kelish mumkin, C2 olib kelish mumkin. O'shanga qarab ustama oladi. O'qituvchilarda hamma fanlarda shunaqa erkin, mustaqil baholash va sertifikatlash tizimi bo'lishi kerak. O'qituvchi aynan nimani, o'qituvchida aniq aytaylik yo'l xaritasi bo'lishi kerak deylik. Yo'l xaritasi deganda shunga erishish uchun nimani o'rganish kerak? Buni qancha vaqt o'rganish mumkin? Bu imtihon topshirgandan keyin nimaga erishadi? Shunaqa aniq yo'l xarita bo'lsa, unda o'qituvchilarni o'zini ustida ishlashga majbur ham bo'lmaydi davlat. O'z ustida ishlash uchun balki ayrim majburiyatlarni olish kerakdir ulardan, maktab tomonidan, maktab direktorlari tomonidan yuklatiladigan norasmiy majburiyatlar bo'ladi-ku. Masalan, aynan soat mana shungacha o'tirasan, darsing tugasa ham yoki majburiy mehnatga o'xshagan. Endi biz agar hozir 15 yil oldingi yoki 10 yil oldingi vaziyatga solishtiradigan bo'lsak, u davrdagi majburiy mehnat darajasi qolmadi. Balki o'sha davrdagi qo'shimcha yuklamani, ya'ni o'z faoliyatiga mos bo'lmagan yuklamani 10%, 20% qolgandir, unga qarshi kurashish kerak, to'xtatish kerak, majburiy mehnat bo'lish kerak emas, albatta 100%. Lekin 10 yil oldingi vaziyat emas hozir. Hozir biz 10 yil oldin o'qituvchilar, bizani esimizda-ku, o'qituvchilar sentyabr boshidan noyabr yarmisigacha
darsxonaga kirmagan, yuqori sinf o'quvchilari ham kirmagan, hamma paxta dalasida bo'lgan. Undan keyin bolalarni to'xtatdik deyishdi, bir necha yil o'qituvchilarni o'zi terdi deyishdi. Mana oxir oqibat o'qituvchilar ham paxtadan deyarli chiqib ketdi. Agar ayrim joylarda bir qanaqadir bir nima deydi, istisno tariqasida bir huquqbuzarliklar bo'layotgan bo'lmasa, unaqa ommaviy hamma o'qituvchilarni jalb qilishlik yo'q. Eng asosiy qiyinchilik shu. Endi maktabni hududini o'zini tozalash, masalan, maktabni hududiga daraxt ekish. Endi uzru bitta tashkilotda 100 ta o'qituvchi eksa, yashasa, ya'ni o'qisa, ishlasa, maktabni hududiga bir yilda bir marta bitta, ikkita, uchta daraxt ekib qo'ygani u bir bilmadim. Masalan, oddiy misol, meni xususiy maktabning o'qituvchilari ayrimlari o'zligi taklif beradi. Ekilu bir narsa, daraxt, ko'chat olib kelib bering, biz ekamiz deydi. Masalan, bu unaqa bir oyda bir marta yarim soat, bir soat hasharga olingan vaqtda men to'g'risi maydalashgan bo'lmasdim bu bilan. Ko'proq ta'lim sifatiga e'tibor qaratish kerak. O'qituvchilarga biz nima qilishimiz kerak? O'zimiz ustida ishlashga sharoit yaratishimiz kerak, to'g'rimi? Bo'ldi, o'shani yaratish kerak. Elektron platformalar yaratish kerak. O'qituvchilar malaka oshirish platformalari bor hozir. Xalq ta'limi tizimida Avloniy nomidagi institutda qoshida elektronniy baza bor, platforma bor. Juda ham katta sondagi elektron o'quv dasturlar yaratishgan. Shuni sifatiga qarash kerak, sifatini oshirish kerak. Xorijiy mutaxassislarni jalb qilishyapti, lekin u xorijiy mutaxassislarni jalb qilgandan keyin bular ko'proq vazirlikning o'zida strategik rivojlantirishlar bilan boshqa bilan shug'ullanib o'tirishdi. O'qituvchilarni ro'baro qilish kerak. El yurt umidi jamg'armasi bor, el yurt umidi jamg'armasi orqali o'qituvchilarni malaka oshirishlarini tashkil qilish mumkin. Osongina. Yo chet eldan mutaxassislar olib kelib, regionlarda fanlar bo'yicha qilish mumkin, yo eng saralangan o'qituvchilarni chet elga ham qisqa muddatli malaka oshirishlarga jo'natish mumkin. Bu hammasi o'qituvchilarning malakasi oshishiga olib keladi. Va albatta o'sha toifa tizimini takomillashtirish nuqtai nazaridan ham bir e'tibor berish kerak. Yana bir marta aytaman, norozichilik bildirgan o'qituvchilarni hammasi ham haq emas. O'zini fanini bilmaydiganlari ham haqiqatan ko'p. Mana oddiy misol, biz xususiy maktabda o'qituvchilarni ishga olamiz. Bizani eshigimizdan ish so'rab xatlab kelgan o'qituvchilarni 10% ni ham olmaymiz ishga. 90% biza malakasi yetmaydi deymiz. Malakasi nimaga? O'zini fanini bolaga tushuntirib bera olmagan o'qituvchi qanday o'zini o'qituvchi deyishi mumkin? O'zini fanini yoki ingliz tilidan 10 yil men dars berganman, mehnat tajribam bor deydi. Ingliz tilida shunday gaplasha boshlasam suhbatda, ayrimlar umuman gapirmaydi. Yo, uzr, men tayinlanmasdan keldim deydi. Sizga gapirish uchun nima tayinlanish kerak deb so'rayman. Ya'ni malaka past bo'lgandan keyin albatta u ishlamaydi xususiy maktab. Lekin davlat maktabida ular maza qilib ishlab yurishdi. Maza qilishlar yurish. Mayli kam oylik beryapti deydi, boshqa deydi. Xo'p, kattaroq oylikka mos bo'lish kerak. Kattaroq oylikka mos bo'lish uchun harakat qilish kerak. Keyin mana kechgacha o'tirishga majbur qilib o'tirsin. Unga imkoniyat emasmi? Agar direktori 9 dan 6 gacha maktabda bo'lasan desa, 9 dan 6 gacha maktabda bo'lsa, 8 soatli ish kuni hammaga majbur. Maktabda bo'lganida qaytanga o'zini ustida ishlashga imkoniyat emasmi? Bu masalan, ayol kishi bo'lsa, ayniqsa uyga borgandan keyin uy ishlari paydo bo'ladi, bolalarga qarash kerak, kirib yurish kerak, ovqat qilish kerak. Qaytangi uni o'sha ishxonada ko'proq vaqt bo'lgani, ya'ni darsdan tashqari ham vaqt bo'lgani, o'zini ustida ishlashga imkoniyat emasmi? Bizda ham xususiy maktabda ham shu. To'liq stavkaga keldingmi, 8:30 da ishga kelasan, 5 da chiqib ketasan. Darsing bormi, yo'qmi, o'zing ustingda ishlashing kerak. Darsing bo'lmasa ham maktabda bo'lishing shart, chunki sen to'liq stavkada ishlayotgan o'qituvchisan. Biz nima deymiz? Bo'shmisan, yo o'zing ustingda ishla deymiz. Yo o'quvchilarni keyingi dars uchun qanaqadir yengillik tayyorla deymiz. Ya'ni o'zing ustida ishlash, o'quvchilarga yengillik tayyorlash yoki sani faningda orqada qolib ketayotgan bolalarni kerak bo'lsa boshqa darsdan sekin olib chiqib ketib, o'zi yaxshi o'qiyotgan darsi bo'lsa, yaxshi o'qiyotgan fani bo'lsa, unga bo'lmasa ham shu kitobni o'qib qo'ysa, bilib oladigan fani bo'lsa, olib chiqib ketib alohida ishlagin deymiz. Lekin xususiy maktablarda beriladigan oylik maosh ular kuni bo'yi o'sha yerda o'tirishiga xalaqit qilmaydi. U oylik maoshidan ko'ngli to'q. Maktablarda unaqa emas-ku. Maktablarda kam maosh evaziga ayrim erkak o'qituvchilar boshqa ish bilan ham shug'ullanishi mumkin. Kunini yarmini maktabda, yarmini boshqa joyda o'tkazish mumkin. Bitta narsada bir qizuv vaziyat.
hamma idorada ma'lum bir tartib qoidalar borda. Kimnidir o'sha tartib qoidalar qoniqtirmasa, u yerda bo'lish bo'lmaslik o'zligini tanlovlik. O'zligini tanlovlik. Masalan, agar meni ishlayotgan joyimdagi qaysidir tartib qoida meni qoniqtirmasa, men demak ish joyimni almashtirishim kerak. Demak, men uchun bu ish joyi to'g'ri kelmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, odamlar tizim shaxs uchun qoidalarni o'zgartirishi qiyin. Butun boshli xalq ta'limi tizimi qaysidir bitta o'qituvchi uchun yo qaysidir 100 ta o'qituvchi uchun o'zini qoidalarini o'zgartira olmaydi. Chunki agar bitta ikkita shaxs uchun qanaqadir isключение istisno qiladigan bo'lsa, undan qolganlar boshqacha foydalanishi mumkin. Xuddi shu narsani aytaylik, u o'ziga mos keladigan tizimga o'tishi, boshqa sohada ishlashi ham mumkin. Uni hech kim majburlab o'tdi, masalan, maktabdan bo'shamaysan deb pasport olib qo'yilgani yo'q hech qaysi o'qituvchi. Yoqmayaptimi? Boshqa ish topsin. Malakasi yetsa. Hamma masala bu yerda malakada. Malakasi yetsa topsin. Masalan, men davlat ishidan o'zimni xohishim bilan ketganman. Qanaqadir yuqori lavozimda. Meni hech kim haydamagan, hali ham telefon qilib chaqirishadi. Men bormayman. Nimaga? Menga to'g'ri kelmadi. Menga to'g'ri kelmadi. Men boshqa sohada ishlashga qaror qildim. Menga mosroq sohada, meni o'sha kun tartibimga, meni fikrlarimga, meni qadriyatlarimga, aytaylik, mosroq joyda ishlashni men tanlov asosida o'zim qaror qabul qildim. Meni hech kim pasportim olib qo'ygani yo'q, bo'shatinglar dedim, bo'shatishda chiqib ketdim. O'qituvchilar ham xuddi shu. Agar malakaligi boshqa narsaga yetsa, marhamat. Muammo boshqa narsada. Malaka yetmaydi. Keling biz ularni malakasi yetmasa ham huquqlarini ta'minlash to'g'risida emas, huquqlarini, fuqaro sifatida huquqlarini ta'minlaylik. Fuqaro sifatida ishlashga huquqing bor, ishlamaslikka huquqing bor. Xohlasang ishla, xohlasang ishlama. Fuqaro sifatida seni paxta dalasiga chiqarsa, majbur qilsa, chiqmaslikka haqqing bor, shuni ta'minlaylik. Lekin shartnomaga imzo qo'ygansan, mehnat shartnomasiga. U yerda aniq vaqti belgilangan. Sen shunga rozi bo'lgansan, oyligingni bilasan. Kir bo'lgandan keyin, mehnat shartnomaga imzo qo'ygandan keyin uni o'zgartirishni talab qilishga seni haqqing yo'q. Ya'ni talab qilishga haqqing bor, lekin o'zgartirishmasa bunga e'tiroz qilishga haqqing yo'q. Xohlamasang bo'shashing mumkin. Gap malakada. Gap malakada, gap boshqa narsada emas bu. Malakasi yetarli bo'lsa, o'zini sohasini zo'r biladigan bo'lsa, bu maktab bo'lmasa, boshqa maktab unga sharoit qilib beradi. U maktab bo'lmasa, xususiy maktab sharoit. Mana agar maktabimga yuqori malakali o'qituvchi, chortoqdan kelmaydimi? Malakasi zo'r bo'lsa, men olaman ishga. Xususiy maktabga, xususiy maktablarga ham o'qituvchilar yetishmayapti hozir. U davlat maktablarida o'qituvchilar ortib, anu toshib, keyin xususiylarga kelayotgani yo'q. Biz eng yaxshilarini terib olamiz. Shular ham yetishmayapti bizga. 500 mingta o'qituvchi bor xalq ta'limi tizimida. Nimaga 1000 ta xususiy maktabga yetarli o'qituvchi topilmayapti? Men ham o'ylab ko'raylik. Nimaga 500 mingtadan, nahotki 500 mingta o'qituvchidan 10 mingta davlat maktabidan, aytaylik 1000 ta xususiy maktabga yetarli malakali o'qituvchi topilmas. O'z ustlarida ishlash xohlashmaganidan. Shunaqa. Kasbini yaxshi ko'rmagandan keyin, o'zini ustida ishlash xohlamagandan keyin u nimani xohlayapti ish beruvchidan? Siz eng zo'r bo'lsangiz, siz uchun direktor ham yetadi. Ochiq gapda, siz maktabda zo'r o'qituvchi bo'lsangiz, siz orqangizdan davlat maktabi ma'muriyati faqat rahmatli eshitsa, masalan, zo'r o'qituvchi deb shakllansa, siz bolalaringiz olimpiadalarda yutsa, men ishonchim komil, u direktor o'qituvchiga uzr deydi. Siz eng zo'rsiz deydi. Men hurmat qilaman. Mayli, sizga biz sharoit alohida qilamiz deydi. Men shartnomangiz 9 dan 6 gacha bo'lsa ham, siz bo'sh vaqtingizda bemalol ishingizni qilib ko'ring deydi. Yetadi, nimaga? Chunki ketishini xohlamaydi. Davlat maktablari ham hozir raqobat qilyapti o'qituvchilar uchun. Shunaqa vaqt kelib qoldi. Chunki biladi, ketsa o'rniga odam topa olmaydi. Topsa ham o'ta saviyasiz odam kelishi mumkin. Yaxshi o'qituvchi bo'lsa ushlab qolishga harakat qilyapti, sharoit yaratib beryapti, qo'shimcha gruppalar oldi deyapti. Mayli ota-onalar to'la o'qisa ham roziman deyapti. Ayrim davlat maktabida dars beradigan o'qituvchilar xususiy maktab o'qituvchilaridan ko'proq pul topadi oyiga.
qo'shimchalar orqali, prodlyonkalar orqali, repetitorlar orqali u davlat maktabida ishlayotgan o'qituvchi o'ta kam oylik olish davri u o'tib ketgan davr. Odamlar hozir ta'lim uchun pul to'lashga tayyor. Pul to'lashga tayyor. Zo'r o'qituvchi bo'lsa, pul to'lashga tayyor. Men bitta misol qilaman. Men sentyabrda maktabni yangi lokatsiyani ochganimizda Algoritm School biz o'qituvchilarni o'zimizni avvalgi maktabda ishlagan jamoamiz o'qituvchilarni olib keldik, lekin qo'shimcha ravishda aytaylik boshlang'ich sinfga o'qituvchi qidirishimga to'g'ri keldi. Davlat maktabida ishlayotgan o'qituvchilarni yaxshilarini tanlab borib gaplashib 12 million oyligiga kelmadi. Davlat maktabida ishlayapti. 12 million oyligiga kelmadi. Rasmiy oyligi balki 5 milliondir, balki 6 milliondir, lekin 12 millionga xususiyga kelmadi. O'shaning uchun malakaga bog'liq. Hozir shu o'qituvchilar qo'shimcha darslar o'tishini, pulli darslar deyapsiz-ku. Qachon bu sxema tugaydi? Ya'ni talabalar, o'quvchilar nazarda tutyapman, repetitorga bormaydi-da, maktabda o'qidi, u endi o'sha bilimi bilan aytaylik o'zi mustaqil biroz chuqurroq o'rgandi o'sha space-nida universitetga kira oladi. Hech qachon. Sabab? Hech qachon tugamaydi. Yaqin 30 yilda davlat ta'lim tizimi mukammal bo'lmaydi O'zbekistonda. Bunga hukumat aybdor, vazirlik aybdor emas. Malakali o'qituvchilar yetishmovchiligi va yangi avlod malakali o'qituvchilar yetishtirish uchun oldin yangi avlod oliy ta'lim muassasalari paydo bo'lishligi kerakligi, ana u oliy ta'lim muassasalariga o'quvchilar yetarli saviya bilan kirib, zamonaviy ta'lim olib, chiqib, 5-6 yil ishlab, o'qituvchi sifatida shakl. Bu 30 yillik davr. Butun tizim yangilanishi kerak. Buni bugun boshlasa 30 yilda shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun yo'q. Bizani hayot davomida hali ko'rmaymiz bu narsani. Keyin bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Davlat maktablari bu ommaviy ta'lim. Ommaviy ta'lim hech qachon bolalarni shaxsiyati uchun alohida bolalarni shaxsiyatiga moslashmaydi. Metodika ham moslashmaydi, o'qituvchilar ham moslashmaydi, darsliklar ham moslashmaydi. Individual yondashuv hech qachon bo'lmaydi. Hech qachon bo'lmaydi. Bu degani bolani baribir ko'pdan bittasi deb bilib, ko'pdan bittasida qilib o'qitiladi. Bu standart. Xususiy maktablarning ham kattalari standart. Ommaviy ta'lim beradi, faqat qaysidir fanlarga chuqurlashadi. Kichkinaroq xususiy maktablarda individual yondashuv bo'ladi. Mana biz nimaga katta maktab qilmadik? 360 o'rinli maktab qildik. Aynan mazmun, asosiy mazmun nimada? Individual yondashuv. Biz har bir bolani bilishimiz kerak, tanishimiz kerak, oilaviy holatini bilishimiz kerak, o'zini qobiliyatini bilishimiz kerak va har biriga moslashimiz kerak. O'shandagina biz u bola uchun, u o'quv uchun maksimal darajada ya'ni samara berishimiz mumkin. Ta'lim va tarbiya berish nuqtai nazari. Ommaviy ta'lim bunga moslasha olmaydi. O'shaning uchun shartli ravishda bolalarning hammasi bir xil emas. Bilim olish darajasi ham bir xil emas. Oldinlash darajasi ham bir xil emas. Ommaviy ta'lim bularni bir xil qilib o'qitishga harakat qiladi, lekin bir xil emas. Bir xil emas. O'shani hisobiga ota-onalar o'zi ongli ravishda tushunish kerak. Bolasi orqada qolib ketyaptimi qaysidir dasturdan, u hech qachon yetib ola olmaydi. Chunki uni olish darajasi o'rtacha boshqa bolalarnikidan sal ozgina, ko'p emas, ozgina, demak unga ozgina qo'shimcha ta'lim kerak bo'ladi. Bolasi ozgina oldinlab ketyaptimi? Demak unga ham ozgina qo'shimcha ta'lim kerak bo'ladi. Oldinlaganda darsda faqat zerikib o'tirmasligi uchun undan tashqari o'sha fan bo'yicha chuqurroq kirish imkoniyatini yaratish mumkin. Bu qobiliyat masalanda. Ya'ni ommaviy ta'limga qo'shimcha sifatida albatta aytaylik turli ta'lim dasturlari, o'quv markazlari kerak bo'ladi va xususiy maktablar kerak bo'ladi. Bu yo'q bo'lmaydi. Yaqin 30 yilda yo'q bo'la olmaydi. Agar to'g'ri siyosat bo'lmasa, 100 yilda ham yo'q bo'lmaydi. Bu kerak bo'ladi. Xususiy maktablarda endi pul to'lab o'qishadimi? Bu oddiy maktabda imkoniyati yetmaydigan ota-onalar bilan pul to'lab o'qita oladigan ota-onalar orasida tafovut paydo bo'lmaydimi? Ya'ni puli yo'q, o'qiy olmaydi. Finlandiyada bu narsani oldini olish uchun
xususiy maktablar davlat ta'limi bilan bir xil standartlarga javob berish ta'minlanar ekan. Lekin O'zbekiston sharoitida xususiy maktablar xuddi siz aytayotgandek bolaga alohida yondashuv bilan yondashadi. U keyin natijada qaysidir oliygohga shu repetitorlar Yo'q, Finlyandiyada unaqa emas. Finlyandiyada ham O'zbekistonda ham davlat ta'lim standarti bor, xususiy va davlat uchun majbur. Finlyandiyada ham xususiy maktablar haqqi bor qo'shimcha qanaqadir ta'lim dasturlarini qilishga, davlat ta'lim dasturiga qo'shimcha sifatida. Lekin xususiy maktablar Finlyandiyada deyarli yo'q. Nimaga? Chunki davlat maktablarini o'zi juda yuqori saviyada ta'lim bergani uchun finlar ortiqcha pul xususiy maktabga sarflash maqsadga muvofiq deb hisoblamaydi. Finlyandiyaning davlat maktablari bizani xususiy maktablarga o'xshaydi, individual yondashadi. Ularda variativ reja 5-sinfdan boshlanadi. 5-sinfdan, ularga 5-sinf, 6-sinfgacha boshlang'ich sinf hisoblanadi. 6 yil bular boshlang'ich sinfda o'qiydi. 1-sinfdan boshlab 6-sinfni bitirguncha sinfdagi bolalar soni 15 ta, 16 ta bo'lganini hisobiga har bir bolaga individual yondashadi. Baho ham qo'ymaydi, 4-sinfgacha ham baho qo'ymaydi, rag'batlantiradi faqat. Shu 4-sinflardan sekin qaysidir fanlardan baho qo'ya boshlaydi. Shu 6-sinfgacha ham baholash tizimi bo'ladi, lekin baholash tizimi Finlyandiyada bizga o'xshagan juda qattiq, senga 3, senga 2 imtihondan o'ta olmading degan narsa yo'q. Yuqorilagan sari paydo bo'ladi bu narsa. Va yuqorilagan sari variativ reja bo'ladi. Bola o'qish xohlamagan fanni o'qimaydi. Juda ko'p imkoniyati bor uni. Ximiya, biologiya kerak emas menga deyaptimi? Bo'ldi, 8-sinfdan keyin o'qimaydi. Matematika kerak emas deyaptimi? O'qimaydi. Men masalan shved tilidan tashqari masalan nemis tilini o'rganmoqchiman desa, nemis tilini qo'shib o'qiydi. Individual yondashuv. Shuni hisobiga fin ta'lim tizimi nihoyatda qimmat ta'lim tizimi. Davlat juda katta mablag' sarflaydi unga. Xususiy maktab qilib turib fin ta'lim tizimiga raqobat qilaman desangiz, Finlyandiyada qila olmaysiz. Chunki juda katta pul tikishga majbur bo'lasiz. Va ota-onalar buncha pul to'lamaydi, to'la olmaydi. U yerda masalan oyiga $300 ga, $400 ga qila olmaysiz bu narsani. Oyiga $3000-4000 ga ham qila olmaysiz. Fin ta'lim tizimida fin ta'lim davlatini nusxasini ham, undan yaxshirog'ini bu yerda tursin, nusxasini ham qila olmaysiz. O'shanga xususiy ta'lim o'ta deyarli yo'q. Bor. Ko'proq kichkinaroq joylarda, ya'ni kichkinaroq yoshlarga mo'ljallangan, ko'proq chekkaroq hududlarda yoki davlat maktablari to'la bo'lgan rayonlarda o'tda Finlyandiyada ham siz turar joyingiz bo'yicha maktabga chiqasizda. Shaharning nari chekkasiga olib bora olmaysiz maktabga. Janubiy Koreyada ham shunaqa. Alternativa sifatida siz agar oldingizdagi masalan maktabga bergingiz kelmay qolsa, nimadir sabab. Shaxsiy sabab ham bo'lishi mumkin. Siz o'sha xususiy kichkinagina maktabchaga olib borishingiz mumkin vaqtinchalik. Nechinchidir sinfgacha. Ya'ni bu mutlaqo boshqacha modellar. O'zbekistonda nima bo'ladi? Ha, O'zbekistonda tafovut bo'ladi. Tafovut bo'ladi. Puli bor bilan puli yo'qning o'rtasida tafovut bo'ladi. Puli bor, xususiy maktablarda o'qitishi mumkin bo'lgan odamlarning bolalarini bilim darajasi bilan o'qita olmaganlarning o'rtasida tafovut bo'ladi. Bu kapitalizm. Kapitalizmni yomon tomonlaridan bittasi. Tengsizlikmi? Ha, lekin bitta narsani esdan chiqarmaylik. Bizda hozir paydo bo'lgan boyroq qatlam bu avloddan avlodga boy bo'lib yashagan bir aristokratiya elitasi emas. Bizani bugungi ko'p boylar kechagi kambag'allar SSR davridagi. Bizda hali unaqa aristokratiya bir elita shakllangani yo'q. Unaqa shakllangani yo'q. Oddiy misol, xususiy maktablar ham bizda oddiyroq ishlaydigan odamlarga imkonsiz emas. Oddiy misol, bizani maktabda to'lov oyiga 3,5 milliondan 4 milliongacha. Aytaylik, er-xotin ishlab turib 8 milliondan 7 milliondan oylik olsa, oilasini bitta a'zosini mablag'i bilan bolalarni xususiy maktabda o'qitishi mumkin, ikkita bolasini. Masalan, bu imkonlik dostupniy hisoblanadi. Rus tilida gapiradigan affordable ingliz tilida. Bu unaqa qimmat hisoblanmaydi. To'g'ri, $1000 maktablar ham bor, $2000 maktablar ham bor. Ular dona-dona, bitta, ikkita. Lekin aksariyat maktablar Toshkentda, O'zbekistonda, Toshkentda masalan 3 million bilan 5-5,5 millionning o'rtasida. Markazroqga borsangiz, arenda qimmat, yer qimmat, bino qimmat, 5-5,5 million. Sal chekkaroqga chiqsangiz 3-3,5 million. Juda qimmat emas bu maktab uchun. Va o'rta qatlam odamlari bu maktabga bolasini bera oladi.
o'rta qatlam, man quyi qatlamni aytmayapman. Albatta quyi qatlam bera olmaydi. Yemoq-ichmoqga zo'rg'a yetkazayotgan kommunal to'lovga zo'rg'a bera olmaydi. Lekin o'rta qatlam bera oladi va beryapti ham. Bizda aksariyat o'quvchilarimiz boy oilalarning bolalari emas. Oylik oladigan, oylikka ishlaydigan yarmisi kichik tadbirkor, zavodlari, fabrikalari yo'q, masalanda. Kichkinagina qanaqadir tadbirkorligi bor, kichkina do'konchasi bor yoki qanaqadir ishlab chiqarishi bor, kichkinaroq qo'lda bitta ikkita odam ishlaydigan odam, unaqa yuzlab, minglab odam ishlatadiganlar yo'q. Lekin o'shalar ham ta'lim muhimligini berib, tushunib, bolalarni olib kelyapti. Ikkinchi masala bor. Bu ham juda qiziq masala. Puli yo'q, mana noto'g'ri tushuncha bor. Pul bo'lmasa bolalarni yaxshi o'qita olmaydi degan tushuncha bor. Men o'tgan oy seminar boshladim. Ota-onalarga bolasini intellektual rivojlanishini ta'minlash uchun ilmiy asoslangan maslahat. Har oy bitta seminar o'tkazmoqchiman. Bu aynan katta pul, albatta u hammaga foydali, lekin aynan katta pul sarflash imkoniyati bo'lmay turib, pul sarflash imkoniyati bo'lmay turib, bolalari saviyali, aqlli, intellektual rivojlangan bo'lishini xohlagan insonlarga eng foydali bo'ladi. Chunki dunyo aytaylik pedagogikada juda ko'p metodlar bor, oddiy oilada qilinishi shart zarur bo'lgan narsalar borki, hech kim bu to'g'risida gapirmaydi. Hech kim bu to'g'risida gapirmaydi. Bolaligidan, tug'ilganidan qilish kerak bo'lgan oddiy pulsiz qiladigan narsalar bor. Hech kim tushuntirmaydi ota-onalarga bizada. Ota-onalar masalan maktabni bitirayotgan, institutni bitirayotganda ota-onalar ota-ona sifatida yaxshi faoliyat ko'rsata oladi degan bir sertifikat o'qishlar yo'q bizda. Mana shu narsani biz hozir yo'lga qo'yyapmiz. Hozir bugungi kunda internet rivojlangan kunda onlayn darslar, bepul darslar, onlayn bepul seminarlar, onlayn butun boshli katta universitetlarni deyarli o'quv dasturini 20-30% bepul onlayn joylashtirilgan davrda siz bolangizni agar to'g'ri yondashsangiz, xususiy maktabga bermasdan, qimmat universitetga bermasdan turib ham yaxshi zo'r mutaxassisga aylantirishingiz mumkin. Faqat nima kerak bunga? Yo'q, ota-onadan nima talab qilinadi? Ota-onalardan ozgina farzandiga e'tibor qilinadi. Ozgina mehnat talab qilinadi. Eng ota-onalarimiz qochadigan narsa bu mehnat. Bolalari bilan ishlash hech kim xohlamaydi. O'sha imkoniyati yo'q degan oilangiz ham bolasiga ko'plar 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfdan arzon bo'lsa smartfon qo'liga olib berib qo'yadi. Bolam o'g'inadi. G'irt ahmoqlik. O'zi umuman 15-16 yoshgacha bo'lgan bolaga internet mavjud bo'lgan telefon berish yoki nazoratsiz internetli gadjet berish bu g'irt ahmoqlik. G'irt, men buni любой ota-onaga aytaman. G'irt ahmoqlik. Hozirgi davrda internet shunchalik bo'lg'alanib ketgan vaqtda, shunaqa bolalarni buzish mumkin manbalar ko'p bo'lgan vaqtda, bolalarni turli ijtimoiy tarmoqlar bilan, o'yinlar bilan butun fikrini, butun aytaylik uni o'qishga bo'lgan qobiliyatini buzuvchi manbalar ko'p bo'lgan davrda voyaga yetmagan bolaga, ayniqsa 16 yoshgacha bo'lgan bolaga qo'liga smartfonni mustaqil berib qo'yish bu eng katta ahmoqlikdan bittasi deb bilaman. Ota-onalar shuni qilyapti, lekin mehnatdan qochyapti. Har kuni yarim soat bolasi bilan shug'ullanishdan qochyapti. Onalar ham, otalar ham. Onalar ham, otalar. Mayli, bugun qochadi, ertaga keyin hayron bo'lib yuradi. Bolam nimaga boshqalardan aqlliroq emas? Men nimaga buni institutga kirgizib olmayapman yoki kirmayapti yoki qiziqmayapti? Nimaga bu dangasa bo'lib qoldi? Muammo o'zida bo'ladi. Yo siz bugun ozgina mehnat qilasiz, keyin rohatini ko'rasiz farzandingiz bilimli, saviyali bo'lib katta bo'lganda. Yo hozir siz o'zingizni ishontirasiz, bizning pulimiz yo'q, imkoniyatimiz yo'q deb, mayli endi nima qilamiz? O'zingiz odamlar o'zini aldayapti shunaqa. Mehnatdan qochib o'zini aldayapti. Keyinchalik o'zi qiynaladi. Maktabingizga borganimizda oddiy an'anaviy borda yoziladigan doskalardan foydalanayotgan o'qituvchilar, siz zamonaviy smart doskalardan yoki texnologiyalardan foydalangan bola o'qishi susayadi deb o'ylaysizmi? Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Lekin men shakllarga berilmayman. Shakl bilan mazmun har xil narsa.
Reklama uchun albatta shu hamma texnika texnologiyalarni qo'yib qo'yish mumkin. Reklama uchun. Lekin dars jarayonida faqat masalan proyektordan yoki faqat elektron doskadan foydalanish zarur emas deb bilaman. Bizani hamma xonada boshlang'ich sinflarning hammasida elektron doska bor, oddiy doska bor. Ko'rgan bo'lsangiz, oddiy doska borli, elektron doska shu katta 55-65 diagonali elektron doskalar bor. Darsni tushuntirayotganda, harflarni yozayotganda o'qituvchilar ko'proq oddiy doskadan foydalanadi. Ko'proq bolalarni ham shu bo'r bilan yozishga o'rgatadi kerak bo'lsa. Nimaga? Ayniqsa kichkina bolalarda turli haqiqiy har xil teksturali narsalardan foydalanish ularni rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Shu bo'r izi qolishi, doskada yozgandan keyin uni latta bilan artishi va hokazo, buni ham o'ziga yarasha ta'siri bor. Elektron doskasi turadi, ular o'tda turli nima deydi, ta'limga oid bo'lgan kontent ko'rishadi, turli bolalarga mos o'rgatuvchi qandaydir ashulalar, multfilmlar va hokazo. Lekin yozganda doskada yozadi. Yuqori sinflarda doska va proyektor turadi. Kerak bo'lgan media materialni proyektorda qo'yib ko'rishadi, lekin anaqalarni aytaylik matematik yechimlar, qoidalar va hokazolarni bo'r bilan doskada qilishadi. Bu an'anaviy ta'lim, an'anaviy asosi ta'lim. Ta'lim zamonaviy, lekin zamonaviy ta'lim hammasi an'analarga bari asoslangan. Shu ta'lim an'anasini yo'qotishni biz xohlamadik. Xususiy maktablardagi narxlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, maktabingizga borganimizda shunaqa bir faktni aytishdiki, maktab ochishda eng asosiy ikkita narsaga e'tibor beriladi. Birinchisi biznes, ikkinchisi ta'lim. Ikkalasidan bittasi tanlanadi. Qaysi yo'lda ketilishi degan narsani aytishdim. Ba'zi maktablarda narxlar juda qimmat. Ular arziydi deb o'ylaysizmi ta'limni berishiga? Masalan, $1000 dan qimmat bo'lgan xususiy maktablar shu narxga arziydigan ta'limni bera oladi deb o'ylaysizmi? Narx faqat ta'lim sifatiga bog'liq emas O'zbekistonda. Ming afsus. Keyin yo biznes, yo ta'lim deganni men korreksiya qilgan bo'lardim. Qaysi bir ustuvorlikka qarash kerak. Bir xil maktablarda ustuvor bu biznes, bir xil maktablarda ustuvor bu ta'lim. Bizada ustuvor ta'lim, o'shaning uchun narxini past belgilaganmiz. Butun kuchni bolalarga ta'lim yaxshi berishga qaratganmiz. Sifatli ta'lim berishga qaratganmiz, lekin qaysidir maktablarda bu biznes, bular butun kuchni reklamaga. Mana e'tibor bersangiz, bizning reklama juda kam. Biz unaqa $100,000 reklamaga pul sarflamaganmiz. Ozgina shu o'zimizdan tanish uchun Instagramda 2-3 ta rolik qo'yib qo'yganmiz, xolos. Asosan biz hozir bugungi kunda birinchi bosqichda sifatli ta'limimizni boshqalarga natija bilan isbotlashga harakat qilyapmiz. Ya'ni zo'r ta'lim beryapmiz. O'sha ta'limning natijalari hozir chiqa boshlayapti. Chiqqan sari odamlar natijaga qarab ishonsin deyapmiz. Biz ana qo'yib qo'ygan elektron doskamizga yoki qanaqadir bir chet eldan $500 ga $1000 ga bir xillarni robotlarni olib kelib qo'yapman deyapti. Aslida u $500 $1000 turadigan narsalarda matah. Unda u hech nima qila olmaydi. Faqat chiroyli turadi, gapirib beradi, yurib beradi. U bir arzigulik ta'limga qanaqadir bir samara beradigan narsa emas. Biz bundan voz kechganmiz. Bu yuzakiroq qarash, lekin odamlar shunga ishonadi, shunga uchadiganlar ham bor. Chet eldan o'qituvchi deb bir o'zi talaffuzi to'g'ri bo'lmagan hindistonlik, pokistonlik, u inson sifatida ularga e'tirozim yo'q, lekin ularning talaffuzi bar ingliz toza talaffuz emas. Ular ham arzon turadi. Eng qizig'i, mana ayrim mahalliy o'qituvchilarim ularni Hindiston, Bangladeshdan olgan o'qituvchilardan ko'proq maosh oladi. Chunki ulardan samarani ko'proq beradi. Va talaffuz ularnikidan yaxshiroq, tozaroq, chiroyliroq, bolalarga yaxshiroq o'rgatadi. Keyin ularni boshqa madaniyatdan kelayotgan odamlarni bolalarga qanaqa ta'sir qilishini ham bilmay qolasiz. U odam nimaga o'zini davlatida dars bermasdan turib shu O'zbekistonga kelib dars berayotganini o'ylashingiz mumkin, arzon pulga. Nimadan qochyapti u? Nimalardan o'tgan? Ichida qamalganlar bormi? Ichida qanaqadir pedofillar bormi? Yoki ichida qanaqadir tibbiy aytaylik o'zini davlatida tibbiy nuqtai nazardan dars bera olmaydigan darajadagi kasalliklarga ega bormi? Buni siz hech qachon bilmaysiz. Chet ellik o'qituvchilar bor ekan deysiz. Shu bilan aldanib qolasiz.
Endi o'ta qimmat maktablarni oladigan bo'lsak, o'ta qimmat maktablarga ota-onalar ta'lim uchun olib bormaydi bolalar. O'ta qimmat maktablarga oddiy o'rta qatlam bormaydi. O'ta boylar boradi. Ularni maqsadi o'ta saviyali ta'lim olish emas. Ularni maqsadi ularni bolalari o'zini tenglari bilan bo'lish. O'zligicha bir elitar jamiyat yaratishdan iborat. Falonchilarni bolalari bilan hayotda kerak bo'ladi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi deydi. Masalan, vazirlarni, prokurorlarni, katta-katta tadbirkorlarni bolalari bilan birga o'qisa deydi, bu juda zo'r aloqa, networking bo'ladi deydi. Shu bolalar bilan birga katta. Lekin u bilmaydiki, eng katta muammo elitar maktablarning eng katta muammosi tarbiyasi nihoyatda buzib yuborish. Nihoyatda buzib yuborish tarbiyasi. Buni oqibati juda to'g'ri, ta'lim jihatdan yomon ta'lim olmaydi, yaxshi ta'lim beradi ular ham. Bunaqa katta pul olgandan keyin yaxshi ta'lim beradi. Lekin ular faqatgina yuqori darajadagi, ya'ni moddiy nuqtai nazardan yuqoridagi oilalar bilan, oila farzandlari bilan bo'lgandan keyin ularni aytaylik qadriyati sal boshqacharoq shakllanib qoladi. Bizga o'xshagan maktablar arzon bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham bizni qadriyatni shakllantirishga ancha ko'proq yordam beramiz. Ancha ko'proq, chunki kelayotgan odamlar oddiyroq oilaning farzandlari, oddiy oilaning farzandi ham bo'ladi. Bularning ichida to'g'ri ertaga katta bo'lgandan keyin mana bu katta mablag'ga ega bo'lgan ota-onaning farzandi, mana bu prokuror farzandi bo'lmasa ham tirishqoqlik nuqtai nazaridan, bilimga chanqoqlik nuqtai nazaridan bir-birini hurmat qilish, ota-onasini hurmat qilish, atrofdagilarni jamiyatga, umuman jamiyatga qanaqadir hissa qo'shishi istagi nuqtai nazaridan bu bolalar kuchliroq chiqadi. Va borib yaxshi kerakli joylarda o'zini joyini bilan hammasi egallaydi. Sizni maktabingizda shunaqa yozilmagan qanaqadir qadriyatlar bormi? O'quvchilar o'qishni boshlaganda sezadigan. Bor. Boshqa maktablardan kelib bizga o'tganlarni ko'pi hayron bo'ladigan bir nechta holat bor. Birinchi holat bizning maktabda maktab ma'muriyati bilan hamda o'qituvchilar bilan o'quvchilarning o'rtasidagi munosabat. Bu do'stona munosabat. Biza bolalarga boshdan aytamiz, biza sizlarni nazoratchilar emasmiz deymiz. Sizlar o'zinglarni nazorat qilishinglar kerak deymiz. Biza sizlarni jazolovchilar emasmiz deymiz. Biza sizlarni yo'naltiruvchilar, biza faqat yo'nalish beramiz deymiz. Xato qilish hamma xato qiladi. Xato qilish inson uchun xos narsa. Lekin bizaga agar shu xatoni bilsak, biz sizlarga to'g'ri yo'nalish berishimiz mumkin. Shu xatoni to'g'rilashga, keyinchalik qilmaslikka deb gaplashib tushuntiramiz. Bu kichkina sinfdan boshlanadi. Oddiy misol, biz maktabda yurganingizda agar qaysidir bola nimanidir tushirib sindirib yuborsa, u stakon bo'ladimi, pila bo'ladimi, talinka bo'ladimi, bironta odam unga hech nima demaydi, balki atrofida qancha bola bo'lsa, hamma chapechaladi. Nima degani bu? Uni ruhini, sal kayfiyatini ko'tarish, sindirib qo'yding, hech nima qilmaydi degan. Chunki bu matax insonning qalbidan muhim bo'la olmaydi. Kichkina detallarda, masalan, yoki aytaylik yuqori sinfda qanaqadir tabiiy holat, biz hammamiz insonmiz, kimdir kim bilandir kelisha olmay qolishi mumkin, xafalashib qolishi mumkin. Biz ularni chaqirib, ma'muriyat chaqirib gaplashganimizda bizga bular yopinib olib, bekinib olib, ichida bekitib qo'yib, muammoni bizga aytmay o'tirmaydi-da, hammasini aytadi. Ochiqchasiga aytadi. Biladi, chunki biz jazolovchi emasmiz. Biz yo'nalish beruvchimiz. Juda munosabat yaqin. Ya'ni maktab o'qituvchilari, maktab ma'muriyati va o'quvchilarning o'rtasida juda masofa uzoq emas. Men oddiy misol, ham direktor, ham ta'sischiman. Men koridorda yurganimda hech kim mendan qochmaydi. Hech kim masalan direktor kelyapti demaydi. Qaytangi ro'paramdan kim kelayotgan bo'lsa, Bahodir aka assalomu alaykum, yaxshi bir tabassum bilan kimlardir eslab qolib, Bahodir aka uni va'da qiluvdingiz bo'ladimi deb masalan so'rab qo'yadi ham. Nimanidir va'da qilgan bo'lsam eslatib qo'yishadi. Mana shuni va'da qiluvdingiz-a deb masalan. Ya'ni bu muhit, nimaga bunaqa muhit biz xohlaymiz? Muvaffaqiyatli inson erkinroq bo'lgan muhitda shakllanadi.
agar bolalarni hammasini faqat partiyaga o'tkazib qo'ysak, faqat forma kiygizib qo'ysak, faqat perimenada 5 minutga chiqqanda tizimlashib ko'chaga chiqib tizimlashib kiradigan bo'lsa, hammasi bir shagat qilsa, o'qituvchini ko'rsa, hammasi darrov turib olib turib unaqa qilib tursa, biza tizim uchun ijrochi elementlarni yaratayotgan bo'lamiz. Itoatkor ijrochi elementlarni yaratayotgan bo'lamiz, xolos. Tizim yaratuvchilar kerak bizga. Tizim yaratuvchilar kerak, tizimlarni isloh qiluvchilar kerak. Bizga tanqidiy fikrlashni biladigan, kreativ kadrlar kerak. Kelajak kasblar hammasi shunaqa kasblarga bo'ladi. Ijrochilar robotlar almashtiradi hamma ijrochilar. Zavodlarda robotlar bo'ladi, taksi vazirlari, shoferlari, haydovchilar robotlar bo'ladi. Masalan, kofe tayyorlovchilar robotlar bo'ladi. 10 yildan keyin. Ular robot qila oladigan, ishni qila oladigan odamlar kelgusi jamiyatga umuman kerak bo'lmay qoladi. Faqat kreativ kasblar qoladi. Kreativ kasblar. Robotlarni ishlata oladigan, robotlarni aytaylik dasturlay oladigan yoki robotlar qila olmaydigan ishlarni qila oladigan psixologlar kerak bo'ladi, doktorlar kerak bo'ladi, boshqaruvchilar kerak bo'ladi, dizaynerlar kerak bo'ladi. Masalanda, qolgan oddiy robot qilish mumkin bo'lgan kasbdagi ijrochilar kerak bo'lmaydi. Shuning uchun bizning asosiy maqsad kelgusida shunaqa jamiyatda 10 yil, 15 yil, 20 yildan keyin shiddat bilan o'zgarib borayotgan mehnat bozorida o'zini topa oladigan, erkin fikrlaydigan, out of box thinking deydi-ku, ya'ni fikrlashi chegaralanmagan kadrlarni, yoshlarni, insonlarni tarbiyalashga harakat qilamiz. O'shaning uchun, aynan shuning uchun bizda muhit shunaqa erkin muhit qilib shakllangan. Lekin qoidalar bor. Aytmoqchimanki, bu erkin muhit degani hamma xohlaganini qilib yurar ekan degani emas. Sotuvli telefon ertalab kelishi bilan bizni topshirishadi. Sotuvli telefon bilan ushlandingmi? Birinchisi ogohlantirish, ikkinchisi отчисление. Sotuvli telefon keldi, topshiradi, 5 ta dars tugagandan keyin olib chiqib ketadi. Bir-biri bilan mushlashish bir marta bo'ldimi, отчисление chiqib ketadi. Masalan, boshidan ogohlantiramiz. Birovga zarar qilmasang, xohlaganingcha yuraver. Xohlagan ishingni qil, yugurasanmi, o'tirasanmi, yurasanmi, masalan, darsga kir, perimenada, tanaffuslarda xohlaganingdagi o'zingni tut. Xohlagan odaming bilan gaplash, xohlagan o'qituvchingdan savolingni so'ra. Xohlasang mana perimena tennis chiqib o'ynashadi, shaxmat o'ynab o'tirishadi, turli zonalar bor. Tennis zonasi bor, shaxmat zonasi bor, biblioteka zonasi bor, oshxona zonasi bor. Xohlagan joyligida yurishadi. Tanaffuslarda ham, masalan. Lekin qoidalarni buzmaysan. Ozgina qoidalar bor bu kiyinish madaniyat nuqtai nazaridan, ya'ni o'ta ochiq kiyinish mumkin emas, yuzni bekitish mumkin emas. Qolgani bemalol, masalan. Keyin birovga zarar qilmaslik nuqtai nazaridan bor, uyali telefon tutish nuqtai nazaridan bor va hududda beruxsat tark etmaslik nuqtai nazaridan bor. Boshqa unaqa jiddiy qoida yo'q. Maktabingizda o'quvchilar imtihonlardan shu paytgacha chetlashtirilmagan ekan, ya'ni yiqilmagan imtihondan va ularga hech qanaqa jazo turi qo'llamaymiz deb javob berishdi-da. Qanaqa qilib o'quvchini, endi soni ko'p o'quvchini tutib turish mumkin, jazolamasdan, imtihonlardan chetlashtirmasdan turib? Ishonch. Bitta zo'r narsa bor-da. Bolaga qancha ishonchsizlik bildirsangiz, u sizni bir tenga olmaydi. Bolaga qancha ishonch bildirsangiz, doim gaplashganda bolam, sen zo'rsan, sen yaxshi o'quvchisan, sen harakat qilyapsan, sen maishiy xatoni qilyapsan, lekin shuni ham to'g'rilasang zo'r bo'ladi. Biz faqat yaxshilik tilaymiz senga. Agar bu pedagogikaning asosiy qoidalaridan bittasi. Bu afsuski ko'plar esdan chiqarib yubordi. Hech qachon bolaga baqirmaymiz. Nimadir qilib qo'ysa ham baqirib, urishib, sen itsan, iflossan, men uni qilmaymiz. Nima qilsa ham endi jinoyat qilib qo'ymaydi. Maktabda bari qilgan narsasi nima bo'lishi mumkin? Bir marta bitta bola boshqa bolani so'kib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Uni bizda eng katta chepaklar mana shunaqada, endi unaqa jiddiy chepak yo'q demoqchiman. So'kib qo'yishi mumkin, masalan, jahli chiqqanda, masalan-da, yoki aytaylik,
surunkasiga dars tayyorlamay kelgan bo'lishi mumkin qaysidir fandan. Shunda chaqirib gaplashganda ham nima qilmayapsan san, u kim bo'lasan, qanaqa odam bo'ladi degan gap gapirilmaydi-da. Boshqacha yondashuv qilinadi. Bolam, senga kerak bu narsa. Nima qilmayapsan san mana shu orqali mana bu narsaga erishishing mumkin. Shuni qilmasang qiynalib qolasan keyin. Oldingda mana bu katta ishlar turibdi hali. Sen mana buni oxiriga yetkazishing kerak, IELTSdan 8 olishing kerak, SATdan 1400 olishing kerak. Hozir shuni qilsang, u ham oson kechadi keyin. Yoki qanaqadir bir vaziyat bo'lgan bo'lsa, o'ziga bolalarni o'ziga ishonch berishga harakat qilamiz-da. Ya'ni ko'proq ularni o'ziga ishonishini xohlaymiz. Ularni anaqa qilmasdan, ezmasdan, jazolamasdan ishlaydi bu sistema. Bu tizim ishlaydi. Bu tizim ishlaydi. Shunaqa darajada ishlaydiki, bolalar ota-onasiga ayrim etmaydigan kamchiliklar bizga keladi. Men buni aniq aytaman. Ota-onaga ayrim etmaydigan kamchiliklarini, o'zini shaxsiy kamchiliklarini, xulq-atvoridagi kamchiliklarni bizga yetadi. Bizga yetadi. Mana boshqa maktabdan kelgan bir ikkita bolalarim bor. Yuqori sinflarda 9-10 sinflarda yomonroq muhitdan kelgan bolalar ham bor-da. Ya'ni yomonroq muhit bo'lib qolgan, ota-onasi olib ketgan. Bular yomon bo'lmagan, muhit yomon. Ular bilan gaplashib, boshqa qilib ishonch bildirgandan keyin ular o'zi kelib aytadi. Bizning oldingi maktabimizda mana bunaqa narsalar bo'lardi. Mana bunaqa ishlar bo'lardi. Bu yerda yo'q ekan. Iltimos o'sha maktabimizdan bizani bu yoqqa o'tganimizni eshitganlar bor. Kelishsa olmanglar, men bularni deyishadi. Bo'ldi bolam deyman. U nima qilardi deyman. U chakardi, anaqa qilardi. Bo'ldi, olmaymiz deyman. Masalanda shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Ya'ni bolalar ishonsa, sizga ota-onasiga yetmagan narsani aytadi. Keyin ko'p vaziyat bo'ladi. Ota-onalarning juda katta xatolari bolalarning tarbiyasiga, nafaqat tarbiya, xarakteriga, ruhiyatiga ta'sir qilgan holatlar bo'ladi. Oldin tajribamda bo'lgan, bu hozirgisida yo'q, Xudoga shukr, lekin oldin tajribamda bo'lgan. Otasidan kalta yeydigan qizlar ham jiddiy kalta yeydigan, ya'ni shunchaki so'kish eshitadigan emas. Kuchi boricha shapalog'ini yuziga tortadigan, mushti bilan uradigan qizchalar ham bor. Hamma narsasi bor oilalar, puli bor, hammasi bor, lekin shunaqa tartib qoidalar. Ular shunaqa tushkun holatda kelardi maktabga birinchi kelgan. Ularni nima qiladi? Bildikmi? Nimadir muammo ko'zidan ko'ramiz bolalarni. O'zi hamma narsasi yaxshi bo'lgan bolani yurish-turishidan ma'lum. Hamma bilan chiqib ketadi, xursand bo'lib yuradi. Muammosi bor bola o'zi chekkaroqda yuradi, ko'p ochilmaydi, ko'p ko'zingizga qaramaydi, masalan. Unchalik qo'shiladi, unchalik qo'shilmaydi. Bularni biz tortamiz. Psixolog gaplashadi, men gaplashaman. Psixolog gaplashadi, men gaplashaman. Psixolog gaplashadi, men gaplashaman. Tegi yetguncha gaplashamiz. Tegi yetgandan keyin o'zimizga strategiya qilamiz. Qana qilib buni yordam berish. Bizning qo'limizdan nima keladi? Muammosiga qarab belgilab olamiz. Ana keyin yo o'zi bilan ishlaymiz, yo ota-onasi bilan ishlaymiz. Bo'lgan bunaqa vaziyat juda ko'p bo'ladi. Ota-onalarning ichida ota-onalik nimaligini tushunmaydiganlar ham ko'p, ming afsus. Bolaga mehr bermaydiganlar bor. Umrida bolasiga, "Ey bolam, men seni yaxshi ko'raman" demagan otalar bor. Ko'proq otalar, onalar mayli. Umrida qiziga, masalan, umrida qizini bir bag'riga olib quchoqlamagan otalar bor. Qanaqali bu farzandi-ku. O'sha mehr kerak albatta farzandiga. U mehrni olmasa u farzandi komil bo'la olmaydi. Bitta bo'lagi bo'lmaydi. Uni xarakteri bir komil bo'lib shakllanmaydi. Otani mehri juda muhim farzand, ayniqsa qiz farzandiga. Albatta taktilniy kontaktdan bo'lish kerak. Albatta quchoqlash kerak, peshonasidan o'pib qo'yish kerak. Bir xil buni noto'g'ri deb o'ylaydi. Ya'ni men qiz bola, nima degani sani? Pushti qamadingda o'zingni farzanding bu. Mehr berishing shart. Bir xil bolalar bilan umuman gaplashmaydi. Yaxshi ko'radi, boshqa qiladi, naqa qiladi, lekin bir o'tirib gaplashmaydi. Bu ham oltin qoida. Har kuni 10-15 daqiqa ko'ziga qarab turib, bola bilan yo ota, yo ona, iloji bo'lsa ikkalovi alohida bola bilan suhbatlashish kerak.
buni o'rnini hech nima bilan to'ldira olmaysizda. Hech qaysi maktab buni o'rnini to'ldira olmaydi. Lekin shunaqalar ko'p. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz xolos. Shu o'rinda bitta savol berishim kerak. Bolalar asosiy vaqtlarini maktabda o'tkazishadi. Ayniqsa xususiy maktabda ertalabki 8 dan 5 oralig'ida o'sha yerda bo'lishadi. Uy vazifalarini yoki qo'shimcha topshiriqlar bajarishadi. Uyga borganda vaqti kam bo'ladi ota-ona bilan o'tirishga yoki ota-onani ularga tarbiya berishiga. O'quvchilarni tarbiyasini, mas'uliyatini xususiy maktablar o'z zimmasiga olish kerakmi yoki ota-onalar o'zlari doimiy nazorat qilishlari talab qilinadi? Maktab bolani tarbiyasini, mas'uliyatini 100% hech qachon bo'yniga ola olmaydi. Faqatgina ma'lum bir darajada oladi. Olgisi kelsa, mana biz olamiz. Bir xil maktablar olmaydi. Davlat maktabi ola olmaydi. 3000 ta bola o'qitgandan keyin tabiiy ola olmaydi. Tarbiya birinchi navbatdagi ota-onaning vazifasi. Keyin xususiy maktabga 5 gacha o'qib turib, keyin vaqti bo'lmaydi deyish noto'g'ri, chunki ota-onalar ham 5-6 gacha ishlaydi. Shundoq ham davlat maktabida o'qisa ham bolasi qaytangi xususiy maktabda o'qisa, bolasi yarim kun bo'sh bo'lmaydi. Ota-onasi ishdan kelgunicha bolasi ham band bo'ladi. Yaxshi joyda band bo'ladi. 6 dan keyin ota-onasi 6 dan keyin ishdan ko'pchilik hozir er-xotin ishlaydi. 6 dan keyin ishdan kelganida bolasi aynan xususiy maktabdan kelgan bo'ladi, aynan bir-biri bilan ishlaydigan vaqtda bu. Keyin vaqt kam emas, 4 soat. 9-10 dan oldin baribir bola yotmaydi. Ota-ona ham 9-10 dan oldin yotmaydi. 3-4 soat vaqti bor. O'sha 3-4 soatning ichida bola kichkina bo'lsa yarim soat, kattalashgan sari 15 daqiqa shart minimum. Ko'proq sarflasa zo'r. Ko'proq sarflasa zo'r. Va bu har biri. Ota o'zi alohida kontakt bo'lish kerak. Ona orqali emas faqat. Otani o'zini alohida aloqasi bo'lish kerak. Bola bilan gaplashishi bo'lish kerak. Qiz bola bilan ham, o'g'il bola bilan ham. Va bu ko'p vaqt talab qilmaydi. Endi ko'pchilik nima qiladi? Ota-ona ishdan charchab keldim deydi. Bola bo'ldi endi maktab yaxshi o'qidilaring, mana sotuvli telefoningdan foydalanaver deydi. Kimdir televizor yoqib serialni ko'radi, kimdir telefonda o'tiradi. Shu bilan 3 soat, 4 soat behuda vaqt ketadi. Na bolaga, na ota-onaga foydasi bor. Bolalar kuni bo'yi maktabda bo'lgandan keyin ular ovqatlanishadi. Maktabingizda ham menyu bo'ladi. Unda nimaga alohida urg'u bergansiz menyuda? Bolani menyusida bo'lishi kerak bo'lgan narsalari o'zingiz tuzganmisiz yoki mutaxassis yordamida tuzilganmi? Bizada 3 mahal ovqat. Zavtrak, tushlik, polnik, ya'ni ikkinchi tushlik. Bizani bosh oshpazimiz 6 oy Fransiyada, Parijda Le Cordon Bleu degan nufuzli akademiya bor. Kulinarni o'sha yerda malaka oshirib kelgan. 15 yillik oshpaz. Ya'ni yoshligidan, bolaligidan oshpazlik sohasida yurgan. Oshpazlardan bittasi. Biz birgalikda tuzamiz menyuni doim. Va harakat qilamiz menyuni imkon qadar bolaga mos balansda ushlashga. Birinchi navbatda hamma narsa yangi ishlatiladi. O'sha yerda oshxonani o'zida yangi ishlatiladi. Ya'ni eski qanaqadir bir yarim tayyor mahsulot olib kelinmaydi. Yangi meva, yangi sabzavot, svejiy har kuni bozorlik har kuni qilinadi. Ya'ni bir haftalik qilib bir hafta ishlatmaydi. Har kuni ertalab bozorlik qilinadi. Ertalab 6:30-7 ga bozorlik yetib keladi va oshpazlarning jamoasi ishini boshlaydi. Ertalab har kuni turli kasha. Ya'ni 6 xil, 7 xil kasha bor, har kuni har xil kasha beriladi. Tushlikda birinchi taom, ikkinchi taom albatta bo'ladi va albatta biz ko'p katta urg'uni salatlarga beramiz. Salatlar ko'p bo'lishiga, zelen ko'p bo'lishiga, sog'lom ovqatlanishga. Yarim tayyor mahsulot ishlatilmaydi. Faqat svejiy narsalardan, tabiiy narsalardan taom tayyorlanadi. Birinchisida, masalan, birinchi suplarning ichida nafaqat o'zlarini mahalliy sho'rva, mastava, o'zimizning mashhurdalar ham bir qilib turamiz, lekin butun Yevropa taomnomasini kiritganmiz. Ya'ni krem suplar juda ko'p. Qovoqli krem sup, qo'ziqorinli krem sup, sirli krem sup va hokazo va hokazo. Ya'ni juda qiziq narsa,
taomnomadagi bitta ovqat, keyin ovqatlarning turlari ko'p bo'lishiga e'tibor qaratganmiz. Taomnomadagi bitta ovqat 3 haftada qaytarilmaydi. 3 haftada qaytariladi. Bunaqa haftali emas. Har hafta bir xil narsa, payshanba osh, chorshanba sho'rva emas. Taomnomadagi ovqat 3 haftada bir qaytariladi. Ya'ni bola juda xursand. Alohida masalan qaysidir mevaga yoki ovqatdagi sabzavotga allergiyasi bo'lgan yoki nimadir yeyishi mumkin bo'lmagan bolalar bo'ladi-yu. Ularga alohida menyu tashkil qilasizlarmi yo'q? Bizda hozircha bunaqa bolalar yo'q. Yo'q. Lekin bu ota-ona talab kelsa, qaysidir mahsulotni, mana shu mahsulotni allergiyasi bor. Yoqtiradi, yoqtirmaydi emas. Allergiyasi bor, tibbiy pokazaniyasi bor desa, biz o'sha narsaga bolaga o'sha aynan shu mahsulot tushadigan ovqatni bermaslikni ta'minlashimiz mumkin. Lekin bugunga qadar biron narsaga allergiyasi bor deb bizga bironta ota-ona ham kelmadi, bironta bola ham men shuni yemayman, allergiyam bor degani yo'q. Bolalarda mustaqil fikrni shakllantirish uchun nima qilish kerak? Hali aytganimdek erkinlik. Mustaqil fikrini bosib shakllantira olmaysiz. Uni bolalikdan maktabda qiladigan qismi bor, ota-ona o'zi uyda qiladigan qismi bor. Maktabda qiladigan qismi biz bolani maktabda erkin fikrlashni to'xtatmaymiz. Noto'g'ri savol yo'q degan qoida bor. Bola qanchalik noto'g'ri savol bersa ham, unga yo sen bunaqa savol noto'g'ri beryapsan, bunaqa savol berilmaydi, deyilmaydi. Albatta o'sha savoliga javob beriladi. Noto'g'ri savol bo'lsa, o'rinli bo'lmasa ham u savol, sen savol berma. Sanja ko'p savol beradigan bo'lib qolsan degan gaplar gapirilmaydi. Muhit erkin bo'ladi. Bola darsda ham, darsdan tashqari ham qanaqadir tashabbus ko'rsatsa, qo'llab-quvvatlanadi. Oddiy misol, bizda o'quvchilarning ichida Student Union saylangan maktab prezidenti bor. Bir qizimiz 9-10 sinf qizimiz saylangan maktab prezidenti bo'lib, klublar o'zligi tashkil qilishyapti. Biz bularga erkinlik berganmiz. Xohlagan klubini qilishadi. Ularga bir haftada bitta dars ajratganmiz vaqt jihatdan. O'sha bir haftada bitta dars vaqtida bular klublarga o'zligi bo'linib, o'zligi qiziqroq bo'lgan bir masalalar bilan shug'ullanishadi. Ya'ni bu maktab qiladigan ish. Erkinlik, tanqidiy fikrlashga avvalo erkinlik, shu fikrni bildirishdan qo'rqmaslik, jamoani ichida fikr berishdan qo'rqmaslik ni rivojlantirish kerak. Keyin ko'p dars vaqtlarida biz ko'p prezentatsiya qildiramiz, so'zga chiqartiramiz, tayyorlantiramiz. Masalan, book klubimiz bor, knижный klub, kitob o'quvchilar klubi, xalqaro bir yaxshi bestsellerlarni o'qib turib, bolalar fikr bildiradi, prezentatsiya qiladi. Ingliz tili darslarida hamma bolalar o'zini nutqini, ravon nutqini namoyish qilish kerak. Boshqa fanlarda taqdimotlar o'tkazish kerak. Yordam beradi. Uyda bolani tashabbusini eng o'ldiradigan ham, eng cho'qqiga ko'taradigan ham ota-ona. Kichkina vaqtidan boshlanadi. Kichkina vaqtidan agar bolada tanlov huquqi bo'lmasa hech nimada va tanlovini aytish imkoniyati bo'lmasa, bolani tashabbusini so'ndirilsa, mustaqil fikrlashi, tanqidiy fikrlashi ham bo'lmaydi. U ijrochi bo'ladi xolos. Ya'ni bolaga bolaligidan, eng kichkinaligidan ovoz imkoniyatini berish kerak, o'zini so'zini imkoniyatini va o'zini tanlovini imkoniyatini berish kerak. Imkon darajasida. Sizga yoqmagan narsada uni ovozini o'chirmaslik kerak. Tushuntirish kerak. Nima uchun bu mumkin emas? Shunchaki yo'q, ko'chaga chiqmaysan, emas. Nima uchun? Chunki mamlaqa. Ota-ona bolasi mustaqil fikrlovchi bo'lishini xohlasa agar tushuntirishdan charchamasligi kerak. Ba'zi maktabda 3 ta tilda adashmasam sizlarda ta'lim tili olib boriladi. Ba'zi ota-onalar o'zi o'zbek, lekin rus sinfga farzandini berishadi. Nima deb o'ylaysiz? O'quvchini qadriyatlarida ta'lim tili qanchalik ahamiyatli? Shakllanishida qadriyatlari. Juda qiziq savol bu. Sababi bu ko'proq o'quvchini ta'lim tiliga emas, ko'proq bu maktabning ichidagi muhitga bog'liq. Bizani maktab bu ko'proq milliy qadriyatlarga asoslangan bo'lgani uchun bizada rus guruhlarda ham baribir milliy qadriyatlar ustuvor bo'ladi. Bizada rus tili ham, rus guruhlari ham bor, o'zbek guruhlari ham bor va yuqori sinflarda ingliz tilida ham darslar o'tiladi.
lekin bizada muhitimiz shunaqa shakllanganki, ko'proq milliy qadriyatlarga asoslangan. Kattalarga hurmat, o'zaro bir-biriga hurmat, o'g'il bolalar bilan qiz bolalarning o'rtasidagi munosabatlar ma'lum bir darajada me'yorlar ostida, aytaylik, ota-onalarga bo'lgan munosabat, bolalarning munosabati, kattalarni kichkinalarga, kichkinalarni kattalarga bo'lgan munosabati, ustozlarga bo'lgan munosabati. Imkon qadar harakat qilamiz buni milliy qadriyatlar asosida qilishga. Rus maktablar bor, ayrim rus maktablar to'liq ruslashib ketgan, muhit yevropacha muhit bo'lib qolgan. U yerda albatta qadriyat rusiy zabonlarni qadriyati, rusiy zabonlarni muhiti bo'ladi. Unaqa maktablarda men doim aytaman, biza Rossiya uchun kadr yetkazib beramiz. Ertaga buyuk Rossiyani ulug'laydigan odamlarni o'shunaqa maktablarda aynan shakllantiramiz. Juda ko'p holatlarda ko'ramiz. Bunaqa muhitda o'sgan bolalarda hatto o'zbek tiliga ham behurmatsizlik bor. O'zbek tiliga ham hurmatsizlik bor. Ya'ni rus tilida ravon gapirmagan odamga ular kulimsirab qarashi borda. Bu o'zini millatingni, o'zini ona tilingni hurmat qilmasligidan dalolat. O'zbek odam rus tilida mukammal gapiradi. Masalan, men mukammal gapiraman, chunki men 10 yil maktabda, 5 yil oliy ta'lim muassasasida rus tilida o'qiganman, minglab rus tilida adabiyotlarni o'qiganman. Rus tilida masalan rus tilimni rus odamlardan rus tilidan farqi deyarli yo'q. Lekin kimdir rus tilida agar xato qilib, aksent bilan gapirsa, men unga bundoq kulimsirab qaramayman, chunki men eski shaharda katta bo'lganman. Ko'p o'rtoqlarim shunaqa gapiradi. Bu oddiy holat, bular обязан emas rus tilida zo'r gapirishga. Bular o'zbek, bular o'ris emas. Bular uchun rus tili xorijiy til. Lekin ko'proq mana shunaqa yevropacharoq muhitda rusiy zabonlarni ichida o'sgan bolalarimiz, menga afsus, shu narsalarga boshqacha e'tibor beradi. Ya'ni yana bir marta aytmoqchiman, rus sinfga berish muammo emas. Muhitga qaranglar. Agar siz bolangizni ertaga Rossiyaga eksport qilmoqchi bo'lsangiz, unda yevropacha ruhga ega bo'lgan, rusiy zabonda ko'proq o'qiydigan, o'sha yevropacha qadriyatlarga ko'proq e'tibor bergan, milliy qadriyatlarimizga bepisand biror joyga beringlar. Agarda yo'q, O'zbekiston fuqarosi, o'zimizdan qora ko'z, millatimizni, tariximizni, tilimizni hurmat qilib yaxshi ko'rish kerak, faqat rus tilini bilish kerak xolos desa, unda muhiti shunaqa bo'lgan maktabga beringlar. Shu maslahat. Bermanglar demayman, rus tili ham bitta til. Aytmoqchimanki, bola qancha ko'p tilni bilsa, shuncha yaxshi. Unga zarar qilmaydi uni bilish. Foyda bo'lsa bo'ladi, zarar bo'lmaydi. Sizni maktabingizda bor bo'lgan qanaqa ko'nikma borki, davlat maktabi uni bera olmayapti? Endi faqat ko'nikma demaylik, umuman berilayotgan ta'limni ichida farqi nima unda ayting. Birinchi navbatda davlat asosiy fanlarni yetarli darajada sifatli bera olmayapti. Biz ingliz tili bilan matematikadan bilimiga kafolat beramiz. Bolalarimiz 10-sinfda IELTS 6,5 olish shart. 10-sinfda. Olmadimi yozda qolib shug'ullanadi sentyabrgacha, 11-sinfga o'tguncha. Pulli shug'ullanadi. Bo'lmasam 11-sinfga o'tkazmaymiz. Bu yil mana hozir o'qiyotgan 11-sinflarimiz 6tasi ham IELTS bor. Eng kichkinasi 6,5, qolganlari 7, 7,5. SAT olganlarimiz bor, SAT topshirdi. Ikkita qizimiz, yana bittasi topshiryapti. Mana aynan yanglishmasam agar ertaga topshiradi. Topshirganlarimiz 1330, 1300 oldi. Birinchi harakatida, ya'ni qayta topshirgan natijasi emas, birinchi papitkasi. Ya'ni ingliz tili, matematika kafolatlaymiz. Davlat maktabi qila olmaydi. Bundan tashqari biz dunyoqarashni kengaytirishga juda katta ahamiyat qaratganmiz. Bizda 3 ta narsa bizani boshqa maktablardan, davlat maktabidan ham, xususiy maktablardan ham ko'plaridan farq qiladi bizda. Bittasi turli kasb vakillarini, eng zo'rlarini suhbatlarga chaqiramiz. Buni ko'p xususiy maktab qiladi. Faqat qiziqtirish ham birinchi navbatda, lekin dunyoqarashni ham kengaytirish. Zo'r-ku bu. Masalan, Londondan Amerikaga uchgan aerobusni piloti ularga qanaqadir voqealarni ham gapirib bersa, masalan.
Kechagina Nyu Yorkda bitta katta biznes akseleratori egalari amerikanецlar kelgan edi Toshkentga. Men taniganim uchun bular aloqaga chiqqan. Men ular maktabga taklif qildim. Ular ham Amerikada biznes qilish to'g'risida bolalar bilan suhbatda berishdi. Va biz shuni davom ettiramiz. Har oy kamida bitta shunaqa suhbat bo'ladi. Va bu suhbatga men reja qilib qo'ygan odamlarim juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Endi men ko'p yil ishlaganman turli sohalarda, ko'p tanish orttirganman. Chet elda ko'p o'zbeklarni taniyman. O'zbekistonga kelganligida menga aloqaga chiqadiganlar bor. Men ularni shunday iltimos qilaman, iltimos bolalarimiz hal saviyasini ko'tarishga yordam beringlar deyman deb olib kelib suhbat uyushtirib yuboraman. Bolalarga bu zo'r. Keyingi narsa bizada book club degan narsani tashkil qilganmiz. Xohlovchi ingliz tilini biladigan o'quvchilarimiz ixtiyoriy qatnashadi. Biza bu yilga har 2 oyda mavzuni almashtirib, har bir mavzuda eng nufuzli avtorlar tomonidan yozilgan bir nechta kitob va bir nechta maqolalarni bolalarga beramiz. Bular o'qib chiqib keyin muhokama qilishadi. Masalan, sentyabr, oktyabr, noyabr birinchi yarmida biza xalqaro iqtisodiy rivojlanish holati, kambag'al davlatlar va ular rivojlanishidagi qiyinchiliklar to'g'risida 10-11 sinf bolalarga kitoblar berdik. Ular o'qib chiqishdi, biza muhokama qildik. Bu bestsellerlarni o'qib chiqqandan keyin bular ham ma'lum bir darajada bularda bir fikrlash paydo bo'ladi shu sohalarda. Eng asosiysi oxirida bular taqalib qoldi. Juda ko'p muhokama oxirida nimaga Afrika davlatlari bunaqa kambag'al degan savol atrofida aylanib qoldi. Juda ko'p muhokama qildik oxirida, chunki ular tushundi iqtisodiy rivojlangan regionlar, orqada qolgan, eng orqada qolgan regionlar, o'tdagi daraja va nima uchun bular rivojlanish shunaqa qiyin bo'lyapti degan savol ustida oxiri muhokama qildik. Hozirgi mavzu keyingi 2 oyga o'zbeklar bu kim? Tarixan kimmiz? Qayerdan kelib chiqqanmiz? Qaysi xalqlar bilan bittamiz yo yaqinmiz? Bizani uzoq tariximiz va bizani Sovet davridagi tariximiz. Shuni muhokama qilyapmiz. Mana o'tgan safar navbatdagi uchrashuvda biza Chor Rossiya davridagi Qo'qondagi xonrezliklar to'g'risida gaplashdik. Uni rus armiya vakillari tomonidan aytaylik, o'sha mehnat olib ketilishi kerak bo'lgan o'zimizni aholimizni qatl etilganligi to'g'risida gaplashdik. Keyin 24-yilda Turkiston hududida 5 ta respublika tashkil etilinishi Stalinning qarori bilan Markaziy qo'mitaning qarori bilan tashkil etilishi to'g'risida gaplashdik. Uni chegaralar nimaga aynan bunaqa noto'g'ri belgilanganligi to'g'risida gaplashdik. Ya'ni biz harakat qilyapmizki, bolalar shunchaki faktlarni yodlab olmasin. Bizga kerak emas. Tarixi faqat yillarni yodlagan, familiyalarni yodlagan tarixi bilish bizga kerak emas. Bizga mazmunini tushunsin. Mazmunini tushunsa, yillarni kitobdan ochib o'qib oladi. Muammo emas. Mazmunini tushunish uchun bu buni ichiga kirib, o'qib, muhokama qilib, bir-biri bilan kerak bo'lsa debat qilish kerak. Hozir shu 2 oy shu mavzu. Undan keyingi 2 oy xalqaro siyosatda olmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bundan oldingi bo'lgan urushlar, nima uchun bu urushlar bo'ldi? To'xtatish mumkinmidi, yo'qmidi? U paytdagi mavjud bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotidan oldin, Ikkinchi jahon urushidan oldin mavjud bo'lgan Liga Natsiy, Millatlar Ligasi nima uchun u ishlama qila olmadi? Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti jahon urushini to'xtatishga imkoniyati bormi, yo'qmi? Bu hatto bilimli inson uchun ham juda murakkab mavzular. Juda murakkab, hatto yuqori bilimli inson uchun ham. Lekin bularni bu fikrlashga o'rgatadi. Mayli bularni boshidagi fikrlari oddiyroq bo'lsin, sayozroq bo'lsin, lekin shu to'g'risida o'ylashga biz o'rgatishimiz kerak bolalar. Bu bizani ikkinchi katta farqlar o'zidan bittasi. Uchinchisi, bizada bir nechta yo'nalishda qo'shimcha beriladigan fanlarimiz, ayrim fanlar ingliz tilida o'qitilishi, arab tilini chuqur o'rgatishimiz va talabalar birlashmasi doirasida talabalar mustaqillikka ega bo'lishi va o'zini klublarini o'zligi ochishi. Klublarning ichida bular hozir klub ochishdi, volontyorlik klubini ochishdi, ehson xayriya ehson klubini ochishdi, sport klubi ochishdi, rassomchilik klubini ochishdi. Bu biza ishtirok etmaymiz. Biz sharoit yaratamiz. Bolalar o'zi nima qilsa,
o'zini tashabbusi bilan o'zligi qilishi. Shu farqimiz. Tushunarli. Davlat tomonidan taqdim qilinadigan fanlar soni bo'ladi-yu. Ularni qisqartirish kerak deysizmi yoki aksincha qo'shiladigan fanlar ham kerakmi burasiga? Bu juda murakkab savol, chunki biz majburmiz hamma shu fanlarni beramiz. Ularni qisqartirish kerak. Ularni jiddiy qisqartirish kerak. Va ayrimlarini dasturini o'zgartirish kerak. Biz majbur beramiz shularni. Davlat bergan shaklda, chunki standartni bajarishga majburmiz. Lekin bularning ichida aytaylik, bolani kelgusiga, hayotiga juda ham katta ahamiyat bermaydiganlari ham bor, masalan. Umuman ta'sir qilishi mumkin-ku, lekin uni berishga to'laqonli, samarali berishga imkoniyat yo'qli ham bor. Bilmadim. Bu keyin variativ rejaga o'tish biz arafasidamiz O'zbekiston. Shu variativ rejaga o'tganda menimcha ko'p shu muammolar hal bo'ladi. Chunki gumanitar yo'nalishda ketadigan odam imkoniyati bo'lishi kerak. Yuqori sinfdagi birinchi boshlanish emas, masalan, fizika, kimiyani birinchi, ikkinchi yillarini o'qish kerak. Lekin 10-chi, 11-sinfdan ayniqsa, kerak bo'lsa 9-sinfdan to'xtatish kerak bo'lgan narsalar bor-da, masalan. Gumanitar yo'nalishga ketadigan odam umuman texnik fanlarga hech qanaqa mehri ham qiziqishi ham yo'q. Bekorga vaqtini o'tkazib, o'shalarni ham o'zi tushunmaydigan darajadagi narsalarni yanada chuqurlashtirib, qayta o'tishi shart emas. Undan ko'rasi o'sha o'zini gumanitar yo'nalishi bilan shug'ullansin. Xuddi shunaqa texnik yo'nalishda ketadigan odamga ayrim gumanitar fanlar qiziq bo'lmasligi mumkin. Bizda qanaqadir skelet bo'lishi kerak, o'sha skelet asosida qurilishi kerak. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, biz juda tarixni yomon o'qitamiz. Juda ham muhim fan. Biz tarix fani matematika, ingliz tili bilan bir xil turishi kerak. Bir xil turishi kerak. Chunki tarix orqali biz o'zimizni taniymiz. Tarix orqali biz o'zligimizni anglaymiz. Tarix orqali o'zimizni o'rnimizni bilamiz dunyoda. Tarix orqali biz xatolarni bilamiz, nimaligini, bu xatolar qanaqa yo'l qo'ymaslik mumkinligini o'ylaymiz. Tarixni ingliz tili bilan, matematika bilan teng o'ringa qo'yish kerak. Hech kam o'ringa emas. Ko'p maktablarda tarix fani juda ham qiziqarli emas shaklda o'tilishini biz guvohimiz. Bugungi kunda shunaqa manbalar bor. Internetda shunaqa tarixiy voqealarni ochib beruvchi roliklar, prezentatsiyalar tayyorlari ko'p. Foydalanmaymiz. Vaholanki tayyor. Ularni yaratish ham shart emas ayrimlar. Shunchaki boridan foydalanish. Shuni ham qilmaydi-da, ko'pchilik maktablar umuman e'tibor bermaydi. Tarix. Keyin soat nuqtai nazaridan bizani davlat maktablari, endi xususiy maktabda o'zi shundoq ham dars ko'p, biz soat 5 gacha dars. Davlat maktablarida bolalarda nagruzka yetarlidan kam. Yetarlidan kam deganim, kuniga 5 ta 6 dars ko'pdek ko'rinishi mumkin aslida, lekin u yerda berilayotgan material yetarli bo'lmagandan keyin bolani yaxshi zakovatli bola uchun bu unaqaja ko'p emas. Lekin mustaqil o'tirib shug'ullanaman desa sharoit yo'q. Davlat maktablarida mustaqil o'tirib shug'ullanishni istovchilar uchun sharoit qilish kerak. Bu bibliotekalarni mutlaqo konsepsiyasini o'zgartirish kerak. Bu axborot resurs markazlarini masalasi, bu yangi adabiyotlar masalasi, bu elektron adabiyotlar bazasini masalasi, bu qanaqadir ularni mustaqil o'qishi uchun o'qituvchilarni vaqtini ajratish masalasi ko'mak sifatida masalan. Bu inobatga olinmagan. Qisa natija beradi. Shunaqa fikrlar bor. Siz aytayotgan rejani ancha yillar avval taqdim qilishgan, ya'ni o'quvchilarni maxsus yo'naltirish sinflarda bitta ikkita sinf emas, o'zi xohlagan fanga chuqurlashtirilgan sinfda o'qish. Lekin chekka viloyat tumanlarida o'qituvchini yetkazib bera olmaymiz deb maktab ota-onalari chaqirib majlis o'tkazib tushuntirishga harakat qilgan. Biz o'qituvchiman, bu o'qituvchini olib kela olmaymiz. Bitta bola faqat matematikani xohlab qolgan, 9 tasi ingliz tilini xohlasa bitta bola uchun matematika o'qituvchi topa olmaymiz degan e'tiroz bilan chiqishganda bu haligacha amalga oshmagan. Ancha yillar o'tdi vaholanki. Bu tizimli qanaqa shakllantirish mumkin?
o'qituvchilik yetishmovchiligi hududlarda yuqori, ayniqsa chekka qishloqlarda. Lekin birinchidan imkoniyat bor joyda qilish kerak. Birinchi navbatda imkoniyat bor joylar juda ham ko'p, imkoniyat yo'q joylar ko'p emas aslida. Ikkinchidan o'qituvchilarni aytaylik relokatsiya qilish nuqtai nazaridan, yosh o'qituvchilarni rag'batlantirish nuqtai nazaridan, oliy ta'limda byudjetda o'qigan o'qituvchilarni o'zini viloyati ichidagi boshqa hududga jo'natish nuqtai nazaridan yondashuv qilish mumkin. Masalan, davlat hisobidan byudjetda bepul 4 yil o'qib o'qituvchi bo'ldi, diplomini oldi. Xo'p, shartnoma tuzasan, 2 yil san, 2 yil ko'p, 10 yil emas, 22 yil san mana shu qishloqda ishlab berishing kerak. Lekin o'sha vaqtda san oyligingga 50% yo 100% nadbavka olasan. Sanga davlat o'sha yerda bitta xonali uyga vaqtinchalik turishingga ijaraga olib beradi, ya'ni bepul qilib beradi. Qilaman desa mumkin o'ylash. Chunki qishloq joylarda joy topish o'qituvchini yashashi uchun u shahar emasda. Shaharda kvartira topib berish qiyinroq masala, qishloqda aytaylik 2 xonali uycha topib berish, qilib berish, ijaraga olib berishga nisbatan uni qilsa bo'ladi. Bunga faqat siyosiy iroda kerak. Keyin ikkinchi masala bor bu yerda. Bugungi kunda biza elektron kommunikatsion texnologiyalar rivojlangan davrda yashayapmiz. 10 yil 15 yilda o'zi dunyoda ko'p ta'lim qismini katta bir salmoqli qismi elektron tizimlarga o'tib ketadi. Odam ishtirokisiz tizimlarga o'tib ketadi. Video darslar yoki sun'iy intellekt yordamidagi olib boriladigan darslar va hokazo. Bu davrda bu narsani ayrim fanlar bo'yicha qilish mumkin yoki boshlash mumkin. Oddiy video darslar bilan bitta fasilitator, masalan, aytaylik, ingliz tilini chuqur o'rganmoqchi, lekin ingliz tilini chuqur o'rgatish uchun saviyasi yetarli o'qituvchi yo'q. Masalan, marhamat, video darslar bor. Bu bir. Ikkinchidan, kerak bo'lsa, masalan, bir oyda bir marta video darslar vaqtida Zoom orqali ulanadigan bir malakali ingliz tili o'qituvchisi bor. Har bitta darsga ulanmagan taqdirda ham o'sha 4 ta dars natijasidagi tug'ilgan savollarga javob bera oladi. Yechimlarni qilish mumkin demoqchiman. Agar sizga O'zbekiston ta'lim tizimini boshqarish uchun bir kun berilsa, siz nima o'zgartirgan bo'lardingiz? Nimalarni to'g'rilagan bo'lardingiz? Bir kun berilsami? Men bormasdim u yoqqa. Ta'lim tizimi shunaqa katta, shunaqa muhim tizimki, uni aynan shunaqa bir kunlik shoshma-shosharlik bilan izdan chiqarib qo'yish hech gap emas. Ta'lim tizimida har qanday qilinayotgan islohot natijasi 5-10 yildan keyin ko'rina boshlaydi xolos. Uni binoni qurishdan, yangi kompyuter olib berishdan boshqa masala. O'qituvchilarning malakasi bilan bog'liq masala, ta'lim metodikasi bilan bog'liq masala, o'quvchilarni malakasini, o'quvchilarni o'zlashtirish darajasini o'lchash bilan bog'liq masala. Bu yillar talab qiladigan jarayon. Va buni biz ko'rmaymiz. Qaysidir islohot, qaysidir qaror 1 yil oldin, 2 yil, 3 yil oldin qabul qilingan qaror natijani qanchalik berayotganini biz 1 yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin ham hatto sezmasligimiz mumkin. Lekin 10 yildan keyin bilishimiz mumkin. O'shaning uchun ta'limga unaqa qisqa muddatda nimanidir o'zgartirish mumkin bo'lgan tizimdek qarash kerak emas. Qarab bo'lmaydi. 500 mingta odam ishlaydigan, 6 millionta bola o'qiydigan, O'zbekistonning kelajagi o'qiydigan tizim nihoyatda jiddiy tizim. Men faqat aytishim mumkin bo'lgan narsa, ta'lim tizimiga keladigan, ayniqsa yuqori darajasiga keladigan har bir odam o'ta malakali bo'lishi kerak. Bunga shubhali odam kelmasligi kerak. Qisqa muddatga hech kim kelmasligi kerak. Vazir o'rinbosari, boshqarma boshliqlari, hatto respublika bo'lim boshliqlari, viloyat boshqarma boshliqlari, bularda kadr saralash tizimini ta'limga kelayotgan odamlarga nisbatan, boshqa tizimlarga nisbatan 10 karra qattiq bo'lishi kerak. Ularning malakasi nuqtai nazaridan ham, ularning shaffofligi nuqtai nazaridan ham.
ta'lim tizimiga kelgan odamlarni hadeb u yoqqa bu yoqqa chapga o'ngga olish kerak emas. Chunki islohot ta'limdagi islohotni natijasigacha olib borish imkoniyat berish kerak. 5-10 yil gorizontsiz ta'lim tizimiga odam olib kelinish kerak emas va teyilish kerak emas. 5-10 yil gorizontsiz. 5 yildan keyin uni faoliyatiga baho bera boshlash mumkin. Keyin xalq ta'limi bilan oliy ta'lim chambarchasi bog'liq. Xalq ta'limini tizimini islohoti oliy ta'limini tizimini islohoti bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Oliy ta'lim qanchalik kuchli mutaxassislarni bersa, xalq ta'limini shunchalik kuchaytirish mumkin. Xalq ta'limini islohoti o'qituvchilarni mavjud oliy ta'limdan o'tib bo'lgan mavjud bo'lgan 500 mingta o'qituvchisini malakasini oshirish va malakasini belgilash tizimi bilan bog'liq. Bu yerda o'sha malaka oshirish tizimi, bu yerda o'sha attestatsiya masalasi nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak va bu tizimlar imkon qadar savol tug'dirmaydigan darajada shaffof va savol tug'dirmaydigan, e'tiroz tug'dirmaydigan darajada malakali o'tkazilishi kerak. Aynan shunda hozir ancha ko'p muammolarni kuzatyapmiz, lekin men o'ylayman harakat qilishadi to'g'rilashga. Umid qilaman, harakat qilishadi buni to'g'rilashga, tartibga solishga. Lekin bu tizimlar juda mukammal darajada tashkil qilinish zarur bo'lgan tizimlar. Ya'ni yana bir marta aytaman, xalq ta'limiga bir kunga qilib bo'lmaydi. Va etib ham bo'lmaydi. 10 yilda desangiz, unda men sizga aytishim mumkin. O'rtacha 10-15 yil avvalgi ta'lim bilan hozirgi ta'lim o'rtasida bironta o'zgarish sezyapsizmi? Bola soni ko'paygan. Ta'lim sifatidachi? Ta'lim sifati o'zgarishi. Men sezmadim. Davlat ta'limida sifatda o'zgarish sezmadim. Xususiy ta'lim sifatida o'zgarish boshlandi, chunki xususiy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobat boshlandi. Ular ko'paydi. Toshkentda hozir 200 ga yaqin maktab paydo bo'ldi. Bu haqiqiy sof raqobat ta'lim nuqtai nazaridan, ta'lim sifati nuqtai nazaridan mana endi boshlandi. Rahmat ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun, javoblar uchun kattakon. Chaqirganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.